jiddiy, kerakli mavzularda suhbat qilamiz. Qisqasi eng birinchi qilishimiz kerak bo'lgan narsa badan tarbiya. Ya'ni badan tarbiyada nimani hisob-kitob qilish kerak? Bitta ishni qiladi. Ya'ni badan tarbiya qiladigan ishni qilib beradi. O'shanda odamga ta'sir qiladi. Bizga shunchalik katta pikselni ko'rish bergan Alloh taolo juda ham tiniq ko'radi insonni ko'zi. Ne'mat. Nima uchun insonlarda mana shu xira bo'lib ketadi ko'z, bilasizmi? Kasal ko'rgani borgan, ranglaringiz yaxshi bo'lib qopti, ancha yaxshisiz deb unga umidbaxsh narsalarni beringlar. Ya'ni badan tarbiya qilmasa odam iloji yo'q bizga klient bo'ladi. Bizga bo'lmasa boshqa doktorlarga klient bo'ladi. Shunda formulasi borki, tabiatga qarshi chiqmaydi deydi. Побочный effektini o'qib chiqsangiz, bir kuchli dorilarni o'ta katta narsalar yozib tashlar ekan, odam qo'rqib ketadi uni ko'rib. Bizda tushunchalar o'zgarib qoldi. Odamlarimizning tushunchasi o'zgarib qoldi. Kapelnisi ulamasa, u mohir tabib emas. Uyqu keragicha bo'lishi kerak. Hatto uxlatish uchun ba'zan narkotika ham qilish kerak bo'ladi. Agar uxlamasa. Mana tavsiya qilgan narsam bizning xalqimizning imkoniyatlariga to'g'ri keladimi? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Salomatmisizlar, yaxshimisizlar? Bugun mana alhamdulillah Zaytun Med tip asoschisi doktor Alijon Sattorov akamiz bilan va Faxrulloh Fayzullayev shifokor akamiz bilan jiddiy, kerakli mavzularda suhbat qilamiz. Oxirgacha ko'rishinglarni tavsiya qilamiz. Faqat foydada chiqasizlar. Xush kelibsiz Alijon aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldinglarmi? Assalomu alaykum. Xo'p, asosan hozirgi paytda bizada ko'p kuzatiladigan holatlardan noto'g'ri ovqatlanishlik va ichakdagi so'rilish holatlari o'shani hisobidan bo'ladimi o'zi? Shu mavzuda, ya'ni to'g'ri ovqatlanish borasida ozgina boshida birinchi nima desak, bizga birinchi luqma kiradi. Luqmadan boshlasak, menimcha to'g'ri bo'ladi suhbatimizni. Shunga qanday o'zi ovqatlarga, ya'ni yemaklarga e'tibor berishimiz kerak va noto'g'ri ovqatlansak nimalarga, qanaqa yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin? Ya'ni ichakda o'sha ko'p tabiblarimiz aytishadi, shlakalarga to'lib ketdi, bir tozalash kerak degan narsalarni ham ko'p eshitamiz. Shu haqda bir o'zingizni tavsiyalaringiz va sizga ham o'sha murojaat qilib yomon holatlar bo'lgan bo'lsa, o'shalarni ham bir o'rtoqlashsangiz. Nodirjon, baraka toping, juda o'rinli savol berdingiz. Tib qonunlarida, ya'ni Ibn Sino hazratlari keltirgan teoriyada, nazariyada odam sog'lom yashash uchun tabiiy o'limga, ajal deb atalmish tabiiy o'limga sog'lom yetib borishi uchun sitta zaruriya degan termin ishlatiladi. O'zi arabcha so'z, 6 zaruriy omil deydi. Ya'ni mana shu 6 ta narsaga odam amal qiladigan bo'lsa, sog'lom yetib boradi deyiladi. Buni juda sodda formula. Hozirgi kunimizda sog'lom turmush tarziga amal qilgan, to'g'ri ovqatlangan degan jumlalar ishlatiladi. Qaysi bir ma'noda bu gaplar zerikarli yoki bir tushunarsiz so'zlar ham ishlatiladi. Aslida bular oddiy hikmat bilimi bilan tushuntirib o'tirgan. O'sha sitta zaruriyada, ya'ni 6 zaruriy omilda odamga ahamiyati shu darajadadiki, aytaylik, mana xurmo misolida keltiradigan bo'lsak, mana xurmoni ajoyib turini keltirib qo'yibsiz. Bu biz yeganimizda bizni organizmimizga kirib, siz aytgandek so'rilishi uchun, ichagimizdagi varsinkalar uni so'rib olishi, u yerda parazit gijalar ko'payib ketmasligini ta'minlash uchun odam 6 zaruriy omilga amal qilish kerak. Ulardan dastlabki o'rinda turadigani badan tarbiya turadi. To'g'ri ovqatlanish ikkinchi o'rinda turadi. Uchinchi o'rinda uxlash. Mana shu 3 ta narsani qilib yurgan odamga Ibn Sino aytadiki, surunkali kasallik davolashga ham muhtoj bo'lmaydi deydi. Siz hozir aytayotgan to'g'ri taomlanish mavzusi tib qonunlarida allaqachon yozib qo'yilgan, allaqachon buni hamma jabhalari o'rganib bo'lingan soha. Buni qanchalik bezasak ham, qanchalik ilmiy gapirsak ham yoki qanchalik sodda gapirsak ham, shu keltirilgan avval keltirib qo'yilgan nizomdan tashqariga chiqib keta olmaymiz. Ya'ni yegan taomlarimiz so'rilishi, to'g'ri ovqatlanish birinchi o'rinda shart. To'g'ri ovqatlanish qanday tushunsa bo'ladi? To'g'ri ovqatlanish deganda buni miqdor jihatidan, buni kilokaloriyasi jihatidan, buni qanchalik organik
va anorganik xarakterli taomlar bo'lsa ham organik taomlarni to'g'ri ovqatlanishda aytamizki, tabiiy ovqatlanish kerak, to'g'ri taomlanish kerak, hali sun'iy ovqatlar yemaslik kerak degan shartlar qo'yiladi bu narsa. Lekin bor ovqatda ham, mavjud ovqatda ham aytaylik, go'shtlar eng organik ovqat hisoblanadi. Undan keyin mana ko'katlar, undan keyin mana biz yonimizda qo'ygan xurmolarni turini qo'yib qo'yibsiz, baraka toping. Mana shu xurmolar ham organik. Alijon aka, shu yerda savol tug'ilib qoldi. Masalan, deylik, bizani o'sha ko'rsatuvni ko'rayotganlarimiz ham jaydari yana ham nima deydi, побочный effekti bilan tushuntirib bersangiz bu narsani, yana ham odamlarimizga tushunarli bo'ladi. Ya'ni deylik, hozirgi paytda masalan ilmiy tadqiqot o'tkazdinglar, masalan, ya'ni bilishim bo'yicha hozir ham yana ham izlanishdasizlar. Bir kitob ham chiqishida o'zinglar ham nima deydi, bosh-qosh bo'ldinglar. Alloh ajringlarni bersin. Qaysi kitob edi u? Birinchi tabobat asoslari bo'yicha. Tabobat asoslari. Undan keyin Tibbi nabaviyni Tibbi nabaviy. o'zimizni hissamizni Tibbi nabaviyni sharhladinglar. sharhiga biz guruh bor edi. Tabobat nimalari tabiblar birlashamiz degan guruhimizda bir 9 ta 10 ta nimalarimiz, doktor ham vrach ham tabiblar o'zi sharh yozdik. Uni Muhammad Xoliy domla birinchi o'zlari tarjima qilgan. Arab tilidan o'zbek tiliga o'sha kitobga zamonaviy til orqali, zamonaviy tushunchalar orqali sharhlar yozdik. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, biz endi omma odamlarmiz-da, har holda siz hozir tepadan tushuntiryapsiz, ilmiy darajada o'sha Tibbi nabaviyda kelgan kitoblarda kelgan terminlar bilan orada gapiryapsiz. Orada yana ham yana ham bir odamlarimizga sodda qilib tushuntirganda, masalan, deylik, tushundim. yana ham soddaroq qilib aytsangiz-da, "Oy, odamlar, men hozirgi paytda masalan trendga chiqib ketyapti. Siz mana bu narsani yesang, mana bunaqa bo'lib ketadi, keyin mana bunaqa qilsang yaxshi bo'lib ketasan" deydi-ku. Shunga o'xshagan narsa bilan yana ham odamlarga ko'z oldiga olib kelib berish kerak bo'lgan narsa bilan tushuntirsangiz, hozir odamlar yana ham tushunadi. Nimagaki bizada bizani maqsadimiz, o'zingiz ham aytgan gapingiz bor edi, ya'ni asosan odamlarimiz bizadan foyda olsa, bizani eng asosiy maqsadimiz shu degansizda. Shuning uchun yana ham pastroqdan tushuntirsa, xudo xolasa. Shu narsa hozir mana aytadigan bo'lsak, bor original ovqatni ham yeyish tartibi keltirilgan. Original ovqat deganimizda go'shtlar, tuxumlar, misol uchun yerda bunday soddaroq qiladigan bo'lsak, insonni ongiga kamroq aralashgan narsalar. O'shanda mana go'shtlarda, ya'ni geni o'zgartirilmagan go'shtlar, tovuqlar geni o'zgarib ketdi misol uchun. Qo'ylar geni o'zgarmaydi, Xudoga shukr, salpar bo'lsa o'zgarmaydi. Yoki anaqa nimalar, tovuqlarni geni o'zgardi deganingizda, masalan, hozirgi paytda o'ziga yarasha dori-darmon bilan boqilayotganini hisobiga-da. Undan ham tashqarisi, ko'proq tug'ish uchun brollerlar bor, anaqangi. O'sha go'shtlarni nazorat qilyapman. Jaydari tovuqlar emas. Geni o'zgarmagan tovuqlar geni injiniya rivojlanib ketdi. O'sha original, xullas, geni o'zgarmagan jaydari tovuq deymizmi yoki qo'y go'shti deymizmi? Nimalar, cho'ponlar qo'y go'shti yoki mol go'shti, buzoq go'shti deymizmi? Buzoq go'shti ham foyda qiladi odamga. Faqat u yegandan keyingi sharti shuki, bunaqangi orqasidan shirinlik yemaslik kerak. Xurmo bo'lsa ham hatto. Men shuni aytmoqchiman-da. To'g'ri ovqatlanish deganda bitta qoidani buzadi ko'pchilikimiz. Qabulimizga kelgan bemorlarda so'raymizki, to'g'ri ovqatlanasanmi desangiz, to'g'ri ovqatlanish kerak desak, men to'g'ri ovqatlanaman. Shu qabul borasida masalan Faxrullo akam ham bilamiz, sizlarda ishlaydilar. Shu misollardan bir keltirib bersangiz ham, o'zingiz ham masalan hozirgi paytda kimdir aytadiki, masalan, faqat ko'l ichaman, bir anaqa bo'yicha nima deydi, kuniga yarim litr ichmasam bo'lmaydi yoki shunga o'xshagan narsalar bilan bir misollar bilan ham o'sha keyin sizlarda masalan o'zingizlarning tavsiyalar asosida qanchalik foyda ko'rganligi haqida ham bir misollar bo'lsa, o'zlari ham aytib o'tsalar. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Avvalambor rahmat shu chaqirib suhbatga chaqirganingiz uchun. Endi hozirgi zamonda ham, oldingi zamonda ham
sog'liqni saqlab turish uchun yoki kasal bo'lmaslik uchun qilinadigan tadbirlarni olimlar endi eng birinchi ahamiyatli narsa deb badan tarbiyani keltirishgan. Birinchi bo'lib inson sog'likka qarab harakat qilgan paytda tuzatish kerak bo'lgan birinchi ishi badan tarbiya. Ikkinchi ishi ovqatlanish. O'shani to'g'rilashga harakat qilish kerak. Uchinchisi uyqu. Asosan shu. Lekin havo masalan u endi bitta joyda yashagandan keyin havoni yoki yashash iqlimini o'zgartirish kamdan kam odamga nasib qiladi. Endi bir iqlimdan bir iqlimga sog'lom bo'lish uchun borib yashash. Bunday bo'lganda ular reallikdan uzoqroq narsalarda. O'zbekistonda tug'ildikmi, O'zbekistonda yashaymiz endi bunday bo'lganda havosi yaxshimi, yomonmi uni o'zgartira olmaymiz. Har zamonda chiqib dam olib kelishimiz mumkin chetga, no u boshqa narsa. Qisqasi eng birinchi qilishimiz kerak bo'lgan narsa badan tarbiya. Ya'ni badan tarbiyada nimani hisob-kitob qilish kerak? Badan tarbiyada inson avvalambor tushunish kerakda, badan tarbiyasiz iloji yo'qligini. Chunki insonni tanasi shunday tuzilganki, u jismoniy nagruzka qilish uchun yaratilgan. Bizda asosiy energetik yegan ovqatimizni sarf bo'ladigan 80%, undan ham ko'proq qismi jismoniy nagruzkaga sarflash uchun xizmat qilish kerak. Chunki mana bosh miyadan chiqadigan nervlarning asosiy qismi harakatlantiruvchi nervlar. Asosiy ishlarni, badanni massasini tashkil qiladigan narsa suyak va mushaklar. Shu borada savol tug'ilib qoldi. Deylik, masalan, haftasiga qanaqadir eng minimum deyiladi-yu. Eng minimum masalan oddiy bir ovqatlanishda, oddiy kaloriya yig'ishda minimum kunda menimcha badan tarbiya yoki muncha yurish kerak yoki haftasiga eng kamida qancha mashg'ulot bilan shug'ullanish kerak va qanaqa mashg'ulotlarni tavsiya qilinadi? Buni me'yorlari hammada har xil. Ya'ni Alloh taolo aytganda yenglar, ichinglar, isrof qilmanglar degan yuqori qoidaga borib taqaladi. Yoki siz yeganingizga yarasha harakat qilishingiz kerak. Yoki harakatingizga yarasha yeyishingiz kerak. Ikkalasini to'g'rilab qo'yishingiz kerak. Agar yegan ovqatingizning miqdori yoki kaloriyasi hozirgi zamon bilan aytganda 3000 kilokaloriya bo'lsa-da, siz qiladigan harakatingiz 2000 bo'ladigan bo'lsa, ana bu o'zi balans buzilishi. Bir kunmas bir kun kasallikka olib boradigan holat. Xohlasangiz siz 3000 kilokaloriya ovqat yengdagini, lekin 4000 kilokaloriya sarf qildingiz. Bunda istasheniyaga olib boradi. Ya'ni kuchsizlikka, holsizlikka, quvvatsizlikka olib boradi bu narsa. Ya'ni buni qanchaligi rol o'ynamaydi, mosligi rol o'ynaydi. Ya'ni qancha kerak bo'lsa shuncha ovqatlanish kerak. Bu birinchi taraf. Ikkinchi taraf shundan iboratki, badan tarbiyani yana bitta qiladigan ishi chuqur chiqindilarni chiqarishga yordam beradi. Ya'ni endi masalan hozir shlak, chiqindi va yoki tozalov, yana qanaqa detoks degan so'zlar moda bo'lib ketdi-yu. Odamlar eshitganda sal bir qo'shtirnoqchi ensasi qotish holatlari bo'ladi-da, lekin men tushuntirib bersam-da bu nimaligini oldin. Har qanday ovqat 4 ta bosqichda katta o'zgarishga uchraydi organizmda. Shu eshituvchilarning hammasi tasdiqlaydi buni. Har bir o'zgarishda ikkiga ajraladi. Kerakli moddalar, chunki maqsad uchun qilinadi shu reaksiyalar va undan keraksiz moddalar paydo bo'ladi. Mana shu keraksizlari chiqindilar hisoblanadi. O'sha keraklilari ham ma'lum etapdan o'tgandan keyin oxirida va chiqindiga aylanish kerak. Chunki yegan ovqat to'xtovsiz yig'ilishda davom etishi mumkin emas. U kirib chiqib ketishda muvozanat bo'lishi kerak. To'g'rimi? Insonni massasi to'xtovsiz osish kerak emas-ku bunday olganda. O'zi qolib ketaversa, o'sha semirib ketaveradi hisob bo'ladimi shunda? Yo'q, endi u buzilish holati. Lekin aslida demoqchiman, masalan, biz kuniga 1 kilogramm ovqat yeydigan kishilar kuniga 1 kilogrammni semirish kerak-da bunday olganda agar chiqindi chiqmasa. Demak, ular hammasi chiqindiga aylanadi, boshqa moddaga aylanadi va bularda o'zini tabiiy chiqadigan yo'llari mavjud. Nafasdan chiqadi, katta hojat, kichkina hojat, teri, tirnoq, soch, terini kiri ko'rinishida chiqib ketaveradi. Shu muvozanatda bo'ladi. Mana shu chuqur chiqindilarni chiqarish uchun
badan tarbiya ni ma'lum bir turlari kerak bo'ladi. Masalan, kimdir badan tarbiya qilmaydi, ovqatni ham kam yeydi. Balansni ushlaydi, to'g'rimi? Bu odamlarda to'g'ri, balans to'g'ri turadi, lekin o'sha ikkinchi manosi chiqindilarni chiqarish funksiyasida borib qanaqadir kasalliklar paydo bo'ladi. Harakatsizlik baribir odamga ya'ni geniga xos emas. Ya'ni hozirgi paytda masalan yer chopishlar kamayib ketdi. Oldin masalan ota-bobolarimiz masalan dalada ketmonni qo'yib olib chiqib ketishganda, endi hozirgi paytda masalan qani endi dala qilamiz yoki boshqa qilamiz desak, sharoit yo'q, boshqa yo'q, hamma yoq dum bo'lib ketdi, havolar ham o'ziga yarasha o'zgarib ketdi. Endi hozir ko'ryapmiz, o'ziga yarasha lekin ma'nosi badan tarbiyani tez nafas oladigan, ixtiyoriy nafas olib, badan terlaydigan darajada farqi yo'q. Qanaqa ish qilsangiz ham qilavering. Xohlasangiz qimmat zalga chiqib qiling. Xohlasangiz 1 metr arqonni ustida sakring. Xohlasangiz atjimani qiling. Xohlasangiz 10 million so'mlik begovoy doroshkada yuguring. Ularning hech qanday farqi yo'q. Badanga siz chuqur ixtiyoriy nafas bilan terlash holatiga yetishingiz kerak. O'shanda to'qimalarni chuqurida joylashayotgan chiqindilarni qon aylanish yuvib chiqa oladi. Ana shu muhim. Ana shu ikkita funksiyani bajarsa badan tarbiya, shuni maqsad nuqtai nazaridan amalga oshira olsangiz, badan tarbiya ishi hal bo'ladi. Bu birinchi qilinadigan ish. Ikkinchisi ovqatlanish. Ovqatlanish ham badan tarbiya bilan boya aytganimdek nimada turadi? Muvozanatda turishi kerak. Hozir 21-asrda yashayapmiz. Biz davrlarimizni 95-yillar institutga kirganimizda studentlarda ahvoli ancha O'zbekistonda umuman olganda iqtisodiy tanglik davrlari bo'lgan 95-96-97-yillarda. Pul o'zgargan paytlar. Pul o'zgargan paytlarda qaysi bir ma'noda juda ham ko'p xalqimizda yo'qchilik bo'lgan. O'sha paytlarda odamlar qoni to'ysa bo'ldi, shunaqa bo'lgan. Hozir davrimizda ishoning aksar holatlarda odamlarimizda supermarketlarda qarasangiz hamma narsa bor. Qaysi bir ma'noda studentlar ham, talabalardan to'qlik davri bor. Aytmoqchi bo'lgan narsam, ochlikda yashashdan ko'ra to'qlikda yashash qiyinroq ekan. Chunki hamma komfort bo'lgandan keyin odam kam harakat bo'ladimi? Kam harakat bo'lgandan keyin tabiiyki kasallik ko'payadi. Buni aytmoqchi bo'lganda uzoqdan olib kelishdan maqsad shuki, badan tarbiyani asosiy qiladigan mexanizmini tushunib olsak, odam badan tarbiya qilishga majbur bo'ladi. Mana hozir Faqir aka aytganlaridek, erta chiqqinlarni chiqib ketishiga asosiy xizmat qiladigan narsa badan tarbiyadan nima yo'q, yaxshiroq chora yo'q. Dorilar ham shu badan tarbiya qiladigan ishni qiladi. Hozir men aytmoqchi bo'lgan narsam nima deng? Men shunday tushunamanki, kecha kuni onlayn dars o'tayotganimizda 7 ta tabiat degan narsa bor, telefonlarda. 7 ta tabiatni o'rganganimizda bunday narsa bor. Unsurlar, xilqlar, a'zolar, mizojlar deydi, to'rga bo'linadi. Bular moddiy shakl, odam ko'rsa bo'ladigan narsa. Masalan, mana shu xurmoni ham unsuri bor, moddiy shakli bor, mizoji bor. Sovuq yoki issiq. Shunday o'xshaganda, xuddi shunday. Mana shunaqa, lekin bunda yana bitta, yana 3 ta narsa bor. Buni unsuri ruh deyiladi, mikroelementlari bor. Keyin yana bitta qismi bor, buni ruh nimasi, quvvati bor. Va 7-inchisi buni qiladigan ishi bor. Fe'li bor. Mana 7 tabiat turgan. Bu odamda shunaqa narsa bor. Badan tarbiyasi nima bo'ladi deydigan bo'lsangiz, Alloh taolo insonni yuragini shunday yaratganki, yurakda bitta funksiyasi bor. Avtomatizm degan funksiyasi bor. Ya'ni avtomatik ravishda yurak sinus tugunidan impuls ishlab chiqaradi, chastota bilan. Ritmik ravishda. O'shani hisobiga yurak ritmik ravishda qisqarib turadi. Buni zamonaviy tibbiyotda nimani hisobiga yurak ishlab uradi deydigan bo'lsak, o'sha kaliy magnit nasoslarning hisobiga impuls paydo bo'ladi deyiladi. Lekin bu narsa yetarlicha tushuntirilmaydi. Chunki nega bunga asos nima desangiz, haligi ko'p joydan misol keltiraman. Joni yo'q odam bilan, ya'ni mayit bilan tirikni orasidagi farq undagi jonni yo'qligida. Demak, bu narsa yetarlicha emas. Nimaga yurak urmayotgan sabab uni, ya'ni Xudo bersa uradi bu narsani. Ya'ni yurakdagi ritmik ravishda ishlab chiqadigan quvvat bor. Nima shu quvvat to'g'risida gapirmoqchiman. Yurakdan chiqadigan quvvat
yosh o'tishi bilan insonni mizoji sekin sog'unlikqa qarab ketaveradi. Ha. O'lim deydi, hani qo'pol qilib aytganda, yosh katta bo'lgan sari odamlarda dog' tushishni boshlaydi. Qo'liga, yuziga qora dog'lar tushadi. Buni hamma har xil talqin qiladi. Aytadiki, ichagingizdagi alat toshlarning hisobiga deydi. Bu jigarda detoks funksiyasini buzilishi deydi. Yana bir tushuntirishda bu tibbiyotda. Ki mana shu terida pigmentatsiyani o'zgarishi deb tushuntiriladi. Ko'junrologiya tomonidan. Men aytamanki, meni shaxsiy fikrim. Bu mana shu teridagi pigment ishlab chiqaradigan hujayralarga yurakdan chiqadigan quvvat yetib kelmasligi sabab bo'ladi deyman. Ha. Ya'ni odamda tirikligini ta'minlab turadigan narsa yurakdan chiqadigan impuls tugunini, impulsda arteriyalar orqali to'qimaga yetib borishdi. Biz o'ylaymiz, zamonaviy tibbiyotda faqat qon yetkazib beradi degan tushuncha gapiriladi. Lekin boshqa ish bo'ladi bu yerda. Asosiy ish yurakdan chiqadigan quvvatni chiqib turib hujayrani membranasiga kirib, hujayrani membranasiga ta'sir qilib, o'tdagi tug'ma DNKni qo'zg'atish, o'tdagi informatsiyani ishga tushirish bo'ladi. Tibbiyotda shu narsa nazarda tutiladi, o'rgatishda, tabobatda. Meditsinada bu narsa gapirilmaydi. Ya'ni yurakdan chiqadigan quvvat o'sha mahalliy hujayraga kelib turib, undagi quvvatni ishga tushirganda u o'zi pigment ishlab chiqarishni boshlaydi. Ana shu quvvat, yurakdan chiqadigan quvvat hujayraga yetib kelishi uchun o'rtalarida to'siq bo'lmasligi kerak. Shu to'siqni yo'qotish uchun badan tarbiya kerak bo'ladi. Agar badan tarbiyani qilmasak, o'ta yo'lda yurakdan chiqadigan quvvat to'siladi, ya'ni tiqilma ko'payadi. Bu narsa ya'ni dog'lanish, odamni rangini xunuk bo'lishi yoki kasallikka moyil bo'lishi shundan kelib chiqadi. Buni bir tushuntirish bu ham. Masalan, xuddi bir hozir mundoq gapingizni eshityapman-da, xuddi bir anaqaga o'xshab ketdi. Deylik, mashinani motori ham qanaqadir bir sabablarga ko'ra moyishni boshlaydi, ko'lsalar o'tiradi. Yetarli darajadagi tezlikka olib chiqib bera olmay qoladi. Masalan, xuddi shunga o'xshatdim-da, men hozirda aytib berdingiz-da, endi xuddi bir moyi boshqa yenga quyib turib ko'lsavat qilib yuboriladi-yu, ani bir sekin motor o'zidan o'zi qiziydigan bo'lib qoladi yoki shunga o'xshash. Baribir endi o'sha mashinani motori ham ishlash tartibi endi asliyatdan olinganda baribir odam anaqadan qanaqa ishlaydi, boshqa qiladi, o'sha bir-birini o'sha ishlab chiqishi, o'sha o'ziga yarasha klapanlari bor-u, motori ham o'zi. Ya'ni bu yerda eng yana ham aytadigan narsalarimiz tak. Mana narsani aytmoqchiman-da, hozir bir fikrimda yana ham bir dalil bilan murakkabroq, soddaroq tilga o'tamiz. Buni ham soddalashtiradigan bo'lsak, badan tarbiya bilan shug'ullanadigan odamni ko'radigan bo'lsangiz, mana bugun hozir kelayotganimda bir kishi bilan gaplashdim. 56 ga kirgan bola ekan. Ko'rinishida biz tengqurga o'xshab ko'rinadi. Sportsmen bola ekan. U o'rtacha shug'ullanar ekan. Sochi qora, bitta soqoli oq tushgan. Mana shu ham badan tarbiya qilib yurgan odamda tabiiyki har bir hujayralarimiz membranasi ritmik ravishda tebranib turadi. Tebranishdan iborat. To'xtadimi, bu o'ldi degani bu. Ritmik mana shunaqangi ravishda ishlab turadi. Har bir a'zomiz, har bir hujayralarimiz. Ana shu ritmik ta'minlab turishi, yurakdan chiqadigan quvvat kelib turish kerak. Bu sochda oqarib ketishi, buni mog'orlanishi tib qonunlarda nimani sochni oqarishini. Masalan, genga ham bog'liq bo'lmaydimi bu narsa? Genga ham bog'liq joyi bor. Men foiz jihatdan ko'p jihatni olyapman. Yoki yuzda badan sportsmenlarni ko'radigan bo'lsangiz, sportsmenlar hammasi ham emas. Mo'tadil badan tarbiya bilan shug'ullanganlarni ko'rsangiz, ajinlari ham kamroq bo'ladi. O'zi ham ko'rinishga nisbatan yoshroq ko'rinadi. Kaniga nimaga ham sovuq ham sezuvchan bo'lmaydi yoki issiq ham sezuvchan bo'lmaydi. Bu narsa doimiy ravishda yurakdan chiqadigan quvvatni ritmik ravishda hujayralarga yetib borish ta'minlanib turadi. Ya'ni chiqindilarni tanadan chiqarib turadi. Men endi masalan aytsak bo'lar ekanda, masalan deylik, ko'rdim ko'p sportsmenlarni, ko'p yashamaganini deb turib, hamma aytdiz-ku, tabiiy o'limgacha deyilindi-yu, lekin ular tabiiy o'limgacha sog'lom yashagan bo'lar ekan nima? Masalan, deylik, endi masalan aytmoqchi bo'lgan narsam, bu yerda tushuntirmoqchi bo'lgan narsam, irodasi yetmagan, dangasa, ya'ni
badan tarbiyani qachon qilgisi kelmaydi odam? Qorni o'ta to'q yuradigan odamlar, dangasa, ya'ni o'zi o'sha aytganingizdek sovuq xiltlari ko'payib ketganlar, o'shalarda deylik badan tarbiya qilishlik irodasi yetmaydi. O'shalarga ham bir motivatsiya bo'lar ekanda. Bu nimaga desa, mana shuncha foydalar bor, shuncha mana masalan badan tarbiya qilinsa tirnoqgacha bo'ladigan gormonal o'zgarishlarni ham eng asosi baribir badan tarbiyaga borib taqalayotgan ekan. Bundoq o'ylab qarasa-da. Buni badan tarbiya deganimiz bitta narsa borda, Faxrulloga mana o'zingiz badan tarbiya formulasini gapirib bering, keyin bitta kes gapirib ketaman. Endi badan tarbiya shunchalik muhim narsaki, buni avvalambor inson maqsadsiz yoki bir tafakkursiz yasholmaydi-da. Badan tarbiya qilishda ham motivatsiya deymiz. Nima sababdan qilyapsan degan savollar bor-da. Mana shu narsalarni hal qilish juda katta ahamiyatga ega. Ko'p sportsmenlar e'tibor bergan bo'lsangiz, mana bittasi misol keltiraman, mana Ronaldinho bilan Ronaldo bor, futbolist. Hamma taniydigan aytyapman-da. O'sha o'ynab yurgan paytida juda ham zo'r formada bo'ladi, to'g'rimi? Hozirgi formasini ko'ring. Hozirgi formasi umuman sport bilan shug'ullanmaydigan odamning formasi. Tashlab qo'ysa yana o'zini holatiga qaytdi. Yo'q, men aytmoqchi emasman. Tashlab qo'ysa hamada shunday bo'ladi. Bu yerda boshqa narsa bor. Demak, u kishilar maqsadi shunaqa bo'lgan. Endi maqsadlarga bog'liq-da. U ham badan tarbiya qilgan, sport bilan shug'ullangan, to'g'rimi? Lekin undan ham to'g'ri yo'lni aytmoqchiman-da men. Hozir foydam tegishi kerak-da meni eshitgan odamlarga. Ya'ni u yulduz bo'lish uchun sportda ma'lum bir zo'r formada bo'lish uchun, gollarni urish uchun, komandas yutish uchun yoki o'sha katta pul kontraktlarni amalga oshirish uchun endi o'sha qanaqadir qisqa xulosalar uchun qilgan. Lekin insonda aytmoqchiman-da, badan tarbiya umuman boshqacha nuqtai nazardan bo'lishi kerak. Masalan, mana sizga tushuntirmoqchiman. Masalan, sizga Alloh taolo qo'l berganmi, oyoq berganmi, gavda berganmi, ne'matmi? Ne'matlarni shukrini qilishingiz kerakmi? Bo'ldi. Qiling, ishlatsangiz sog' bo'lasiz. Ishlatsangiz sog' bo'lasiz. Bo'ldi. Oddiy formulasi shu. Hech qanday malollanmasdan, nima deydi, zapadlo bo'lmasdan qilaverish kerak oddiy ishlarni ham, badanda. Shuning orqasida sog'lik. Oddiy formulasi shu. U bunaqa kichkina maqsadlar qo'yish, mana hozirgi misolni aytdim. Qanchalik bezasangiz ham bundan oshiq gap bo'lmaydi. Shuni ustida gapirilaveradi. Ya'ni insonni tushunchalardan ham kelib chiqadi-da. Masalan, har badan tarbiya deganda keng ma'noda-da. Shu qo'l oyoqga masalan biz yaxshi ishlarni qilish, qo'l oyoq bilan qanaqadir ishlarni qilishimiz ham mumkin. O'shanda ham yaxshi narsalar hosil bo'ladi, badan tarbiya hosil bo'ladi. Lekin shu maqsadga yeta olmaganimiz uchun, yetarli bo'lmagani uchun zalga boradi kimdir yoki yuguradi. Bu hozir bitta narsa borda, badan tarbiya qilishga odam majbur. Hujayraning ichida mitoxondriya degan narsa bor. Bu odamga energiya manbaini ishlab chiqaradi. U mitoxondriyani ishlatish uchun mexanik ravishda avvalgi paytda mashinalar bo'lardi. Yurgizib yuborardi. Nima kulishdi, aylantirib yuboradi. Men odamlar ham shu gruzovoy haydaganlar shuni bundoq turib xuddi shunga o'xshatish mumkin-da. O'shani mitoxondriyani ishlatib olish uchun ehtiyoj tug'dirish kerak-da. Ehtiyoj tug'dirgandan keyin u butun badan tarbiya, boshqa tadbirlar, xususiy tadbir qilinsa, badan tarbiya odamga umumiy jihatdan ta'sir qiladi. Ya'ni butun organizm yurgizib yuborish uchun ozgina boshda majburlash kerak bo'ladi odamni. Mana shu bitta narsani gapirib ketay. Badan tarbiya me'yori degan to'g'risida gap borda. Kecha qabulimizga bitta bemor keldi. MMA jangchisi ekan u bola. Shu misollardan aytsa yana ham tushunarli bo'ladi. Jangchi yigit keldi. Buni tekshirib ko'rdik. Hali biz yana bugun 4-kunmikin, yana kelsak qabulimizga. O'sha misolda tushuntiradigan bo'lsa, analizni topshirding dedim, bir ko'raylik analiz dedim. Analiz topshirganda nimadan siydikdan kreatin machivina, qonda ham kreatin machivina biroz ko'tarilgan. Keyin nima jigar uni detoks qilish, u protein ichar ekan, detoks qilishga kuchi yetmayapti. Nimani gamma-sistem baland. Sportsmenlar ko'rasizmi? Jangda g'olib bo'lgandan keyin xursandchilikdan baqirib, haligi xursandchilik izhor qilmoqchi baqiradi. O'sha paytda shunaqa sportsmenlar ko'rganmizki, endi albatta nimada ko'rganmiz, televideniyada. Baqiradi, o'sha yerda baqirib, o'sha joni chiqadi, o'ladi.
gomotsistem o'ta yuqorida. Nimani hisobiga? Badan tarbiyani me'yorini bilmaslikdan, ya'ni nagruskani ko'paytirishdan. Kreatininda nimalarni Nima u kreatin o'zi? oqsil nimalarni Azot qoldig'i. Azot qoldi. Chiqindini bitta turi. ovqatlarni Ha, yeganingizda chiqindini bitta turi. oqsilni yeganingizda Aha. u mayda bo'laklarga bo'linib organizmga singish kerak. Normada ham bo'ladi chiqindi narsa. Mhm. O'sha chiqindini me'yordan ortiq bo'lib ketishi. Bu uzoq vaqt ortiq bo'lib turganda jigarda o'zini funksiyasini bajarishi qiynaladi. Mhm. Bu qiynalgandan keyin uzoq vaqt davom etgandan keyin o'zi nimalarni qon tomirlarida ichki endoteliy qavatini zararlashtirib boshlaydi. Mhm. Zararlangan buyrak ishi buziladi ki o'sha zararlangan uchastkalarda adrenalin ko'tarilgan paytda nimaga miyada ham o'sha Yurakka ham nagruska bo'ladi. yurakka ham miyaga ham o'sha baqirgan paytda adrenalin katta miqdorda otilib chiqqanda dopamin otiladimi Ha. o'sha gormon miqdori balans buzilganda haligi zararlab qo'ygan joy tiq etib qo'yaveradi, bo'ldi o'sha yerda qoladi. Nima qilish kerak? Badan tarbiyani me'yorini bilish kerak. Siz aytyapsiz, mana sportsmenlar mana ko'rdim, mana sport quroli qisqa vaqtda o'lib ketdi. O'ladida nimaga? Birinchi u jigarini ehtiyot qilmasa, Ha. me'yorda bilmasa, Hmm. haligi aksar ko'rsangiz shu narsani guvoh bo'lmay, sportsmenlarda baxtga qarshi jigarda ko'proq jigar yog' bosishi bo'ladi. Bitta sportsmenni bilaman. Jigarda yog' bosadimi o'sha trenovka qilib yurgan odamlar? Albatta yog' bosadi, chunki nima bo'lsa yegin deydigan qoidasi bor. Go'sht yeydi, orqasidan dezert qilib pishiraveradi. To'g'ri, uni go'shtdan orqasidan shirinlik yegandagi zararlarni badan tarbiyani nimasi daf qilib yuboradi uncha-muncha zararni. Lekin buni ortiq bo'lgan paytda bu jigarda tiqilma hosil qiladi. Jigarni aytaylik, jigarda taxminan bir 2 million hujayra bor bo'lsa, 1 million yoki yarim millioni sekin hali to'lib qoladi. Chiqindi yog' buni nimada o'ziga qilgan yog' bosishida. Bu narsa uzoq vaqt davom etgandan keyin bu yog'i nimaga jangga chiqish kerak yoki musobaqaga borish kerak. Hmm. Ya'ni nagruskani ko'paytirganda bu nimani ishni buzib qo'yadi. O'shanda tabiiy ajaldan 5 kun oldin deydi-yu, ajaldan oldin deganda endi ajal bilan hamma narsa ko'p. Endi masalan shu hozirgi paytda masalan asosan shu badan tarbiya haqida gaplashgan bo'ldik va undan tashqari masalan deylik ko'p badan tarbiyada aytilayotgan narsa deylik ovqat yedik 3000 kilokaloriya badan tarbiya qildik yoki harakat qildik 2000 lik yoki teskarisi. Shunaqa holatda o'zi umuman balansni to'g'irlab turish uchun ochlik qilib turish kerakmi o'zi? Haftasiga, masalan, oyiga degan narsa, masalan, balki o'sha balanslarni yana ham chiqindilar chiqib ketish uchun yoki boshqa qilish uchun ochlik haqida ham tabobatda ham qanaqa anaqalar keladi? Ya'ni o'zingizlar ham masalan tavsiya qilasizlarmi o'zi ochlik qilib turish shu holatlarda ham Demak, yeyilgan ovqatni miqdori bilan, ya'ni kaloriyasi bilan kunlik qilinadigan harakatni miqdori teng kelishi kerak-da. Bunda badanni ko'rinishi tana massa indeksi to'g'ri bo'ladi. Masalan, 70 kilogramm bo'ladi vazni, bo'yi 1.70 bo'ladi. Oddiycha aytganda. Shu masalan gapingizni bo'lib qo'ydim. Shu qanchalik o'zi tabobatda ham keladimi bu holat yoki hozirgi meditsinada aytilganmi shu narsa? Tabobatda ham bor. Masalan 1.70 kilo yoki mana shu narsa o'lchov qayerdan chiqqan o'zi asli? Bir anaqasida, ya'ni norma holati deganda o'sha ya'ni Ibn Sino tavsiyasi asosidami bu yoki hozirgi bir ilmiy tadqiqot kelib chiqishimi o'zi ko'p joyda eshitaman shuni bo'ying necha mana shu kilo bo'lishing kerak degan narsa o'zi asli qayerdan chiqqan ekan deymanda endi savol tug'ilib qoldi. Gapingiz bo'lib qoldi. Buni aytaman, undan oldingi savolga Xo'p. Bundan oldingi savolda ochlik to'g'risida aytdim. Ha, ochlik to'g'risida. Men aytmoqchiman, agar badanda mo'llik bo'ladigan bo'lsa, keragidan ortiq moddalar yig'ilib, badan tarbiyaga nisbatan ovqatlarning kirishi ko'p holat kuzatilgan bo'lsa, buni tuzatish uchun ochlik ishlatiladi. Ha. Tushunyapsizmi? Maqsadga muvofiqligi shunaqa bo'lishi kerak. Buni qo'yiladigan doktor ham ma'lum bir holatga nazначение qiladi-yu. Ha, to'g'rimi? Ha, uni dieta deyiladi yo boshqa. Ma'lum bir holatga dori berganda, shu badandagi shu holatga nisbatan shunda ishlatiladi. Shuni aytmoqchiman sizga. Har qanday holatga ham ochlik berilavermaydi. Maqsadi bor-da uni. Ha. Boyga aytganingizdek, masalan,
Endi Aha. buni qaraydi, buzilishiga qaraydi. Masalan, kimdir o'ta darajada buzgan, to'g'rimi? Semiz Ha, masalan. Ha. ochlikni o'zi kifoya qilmaydi. Ochlik bilan birga tozalov qilishga to'g'ri keladi. Ha. To'g'rimi? Baholaydi-da, o'shani shug'ullan mutaxassis baholaydi. Kimlarda u ham yetarli bo'lmaydi. Undan keyin yana qo'shimcha nima qilishga to'g'ri keladi? Dorilar berish kerak bo'ladi. U ham odatlarni o'zgartiradi. Masalan, ovqatlanishni tushuntiradi. Bunaqada ovqatlanaversangiz, yaqin orada jiddiy kasalliklar boshlanadi. Sababi mana shu tomirlaringiz to'lib qoladi. Sizga shu kerakmi deydi. Uni tushungandan keyin inson, to'g'rimi? Tushungandan keyin o'zi haqiqatdan o'ziga sog'liq kerak bo'lsa, amal qiladi. Qilishni boshlaydi. Balki oldin tushunmasdan shuni tushunmagandir. Men bitta narsani hayron qoldim. Bir joyda bitta akamiz borlar. Agar ularni ham o'zi xudo xolasa sizlarni oldinglarga, ya'ni Zaytun Med tip ko'rigiga jo'nataman. Bir holatda hijoma olaman deb bir joyda o'tiribman. Ularni ham anchadan beri taniyman. Kilolari 180 kiloda. Bo'ylari deylik 175-180 atrofida. Lekin 180 kiloda. Ya'ni 100 kilo pervesi bor odam. Shunaqa bo'ladimi? 100 kilo pervesi. Doktor aytdi menga, bu kechda 1 yilda sahr bo'lasan, 1 yilga ham bormaysan, katta narsalar kutyapsani, sen o'zing tiyib, boshqa qilib, o'zing ustingda ishlab, o'sha badan tarbiya, u bu qilmasang bo'lmaydi deb aytdi. deb ani xotirjam aytyaptilar. Endi 16 ga chiqdi mana, 3 oy oldin aytdi shu gapni. Bir pasda sahrim 16 ga chiqdi deb xotirjam aytyaptilar. Men ichim, men u odamni yaxshi ko'raman-da, masalan, ichim g'alati bo'lib ketyapti-da. Keyin aytayman, ani oka, bundoq qiling desam, haligi shunaqa odamlarda gormonalli, ya'ni tabiiy dangasa bo'lib qoladimi unaqa odamlar, yoki shu narsani xohlamaydimi? Shunaqa gormon masalasida aytaman-da. Anaqasida men hayron qoldim-da. Shunaqa odamlarga ham qanaqadir bir choralar, bir tartiblar, bir narsalar qilsa bo'ladimi? Sizlarda masalan ko'riga kelgan odam, "Hoy" deb, "Hoy, sen ertaga bir narsa bo'lib qolasan" desa ham, u bemalol gapirib, shuni gapirib beryapti xotirjam-da. Shunaqa badan tarbiyani qarang. Badan tarbiya boshqa dorilar, har qanday dorilar. Biz ming reklama qilgan eng zo'r doringiz ham o'sha qiladigan ishi oxiri borib soddalashtiradigan bo'lsak, masalan, hujraga kirib olib, u qiladi, bu qiladi, krepsiklarga qatnashadi, membrana o'tkazishni yaxshilaydi, undoq bundoq deb ilmiylashtirgan taqdirimizda bitta ishni qiladi. Ya'ni badan tarbiya qiladigan ishni qilib beradi. O'shanda odamga ta'sir qiladi. Tushundira oldimmi? Ya'ni badan tarbiya o'sha joydan tiqilmani chiqarishiga ham, u yerdagi metabolizmni yurgizib yuborishga ham badan tarbiya turadi. Lekin siz aytganingizdek, badan tarbiyani ham o'zini nimalari bor. Hammaga tushmaydi. U badan tarbiya odamni kasal bo'lmasligi uchun qilinadigan eng zo'r tadbir. Endi u kasal bo'ldi. Kasal bo'lgandan keyin o'sha odam misolida aytyapsiz. 180 kiloli odam 80 kilo, 80 santimetr, 80, 180 bo'yi. Endi u odamga badan tarbiyani boshqacharoq usul qilinadi. U ko'taradigan usul qilinadi. O'shaning uchun ham badan tarbiyani yoshga alohida, doimiy harakat tarzi, harakatga bog'liq bo'lgan odamga alohida, aqliy mehnat bilan shug'ullangan odamga o'zini individual yondashi bor. Uni formulasi ham oddiy. Qanaqa formula deydigan bo'lsangiz, badan tarbiyani shug'ullangan odamni ibn aytadiki, 3 ta kategoriya aytadi. Mo'tadil bo'lsin deydi. Mo'tadilni qayerdan bilamiz desa, badan qizisin deydi. Yana nima desa, badan tarbiya qilib bo'lgandan keyin odam qo'li qaltirab qolmasin deydi. Sportsmenlar bo'lsa, bugun rosa shug'ullanib, oyog'im qaltirayapti. U nagruzka u. Mana bu narsa qorin ocham to'qon bo'lmasin deydi. Och qoringa qilingani ham zarar, to'q qoringa qilingani ham zarar. Tep qonlarda shunday keltiradi. Endi mana bu joyda qarang, o'sha odamga ana endi unga ochlik qilmasa bo'lmaydi. Nega desangiz, u chunki o'sha avvalda badan tarbiya qilmagandan keyin, misol buni hujra deydigan bo'lsak, ko'rishganmiz. Milliard hujayramiz bor. Shu milliard hujayramizni ichiga yegan taomlarimiz hujra aro bo'shliqda ozuqa ko'rinishida yoki glyukoza, ya'ni sahr, qand ko'rinishida keladi. U narsa hujayraga kirgandan keyin o'sha metabolizmda ishtirok etadi. Ya'ni moddalashuvga ishtirok etganda o'sha qondagi sahr me'yorga tushadi. 5,5 gacha bo'lsa,
Endi sahrni ham birinchi tip, ikkinchi tip bor. Men ikkinchi tipi to'g'risida gapiryapman. Ya'ni o'sha odamda sahr diabeti ikkinchi tip. Ya'ni u insulinga bog'liq emas uniki. U yashash tarziga bog'liq. Uni boshqacha diagnozi uni qo'pol qilib aytganda bo'kish desa ham bo'ladi. Xalq tilida. Ya'ni maqsadga Ko'p yeb tushuntirish qo'ygan. uchun. Ha. Bu qorni Faxrul akam aytdi, ovqat hazm qilishni 4 ta bosqichi bor. O'sha 3-4 bosqichga chiqqandilar ko'payib ketganligi uchun shuni belgisi, bitta belgisi qonda demak o'sha sahrni oshgani. Hmm. Bu odamga oshlik qilish shart endi. Nimaga desangiz, haligi hujayralar yashab qolishi uchun, ular tirik qolish uchun doimiy ravishda unga ozuqa kerak. Tashqaridan ovqat yemay tursa, haligi qondagi miqdordagi o'sha nimalarni qon oshgan qon nimani sahrni yeb hazm qilib yuboradi, o'zini tirikligini ta'minlab turadi. Sahr normal keladi. Faqat buni to'g'ri qilish kerak. Aytadiki, men sahrim bor, anaqa qilmasligim kerak, och qolmasligim kerak deydi. Bu noto'g'ri narsa. Naborot, sen sahringni tuzatishing, sen och qolishing kerak. Yolg'on ishtaha paydo bo'ladi Ha. bularda. Yolg'on ishtaha. Yolg'on ishtahami? Bu yolg'on Ha. ishlar savdo xiltining oshishidan deyiladi mana. Savdo degani qon quyuqlashish degani. Qon quyilsa shunaqa chanqash, ovqatlanishga nisbatan nima paydo Ishtiyoq bo'ladi. paydo Men bo'ladi. endi eshitdim shu narsani. Ana ularni nima qilish kerak desa, savdo xiltini kamaytiradigan tadbirlar qilinadi. U bilan ishtahasi ham me'yoriga keladi, qondagi nima ham normaga tushadi. U odamni o'zi albatta endi mutaxassis bo'lgandan keyin o'sha ochlik unga endi qarang deb ochlik qilgandan keyin u haligi hujayralar tirik qolish uchun haligi glyukozani o'ziga sarfladi deylik. Ertaga chiqqindilar paydo bo'ladi tabiiyki. U chiqqindilarni tashqariga chiqarib yubormaydigan bo'lsangiz, haligi ochlik bularga zarar keltirib qo'yadi. Ichagida to'la o'zi axlatida 180 kilovezda ushlab turish uchun ozuqalar ko'p edi. Shunda ham chirish bor organizmda. Metabolizm ishtirok etgan chiqqindilar yana hujayra aro bo'shlig'iga chiqadi. Uni tozalab turmasa, yana ish buzilaveradi. Endi bitta glyukozani mana biokimiyadan bilamizda, bitta glyukozadan mitoxondriyada yongandan keyin bizlar olgan kislorod bilan nafasdan yonish sodir bo'ladi-da. Shuning uchun organizmda issiqlik bo'ladi doimiy. 36 gradus issiqlik o'sha mitoxondriyada yonishdan paydo bo'ladi. O'sha yonganda bitta molekula mana shirinlikdan 38 molekula ATF paydo bo'ladi. ATF bu batareyka desa ham bo'ladi. Yani Bu bu bori- soddalaştirish mana bitta mashinada bittasidan shu 38 ta 38 ta batareyka zaryad oladi. Endi batareyka paydo bo'ldi degani. qachon zaryadsizlanadi? Qachonki siz jismoniy nagruzka qilsangiz, mushaklarni qisqarish uchun sarf bo'ladi u. O'shanda hujayrani ichida zarurat paydo bo'ladi. Siz jismoniy nagruzka qilganingizdan keyin yegan Ehtiyoj paydo ovqatingiz bo'ladi. sarf bo'lib, ehtiyoj paydo bo'ladi. Beskonechniy kirgizishda iloji yo'q hujayrani ichiga glyukozani. Ya'ni o'zi ichidan ham jismoniy nagruzkaga yoki jismoniy badan tarbiyaga muhtoj. Shuning uchun ham badan organizmda a'zolar nima uchun yaratilgan bo'lsa, maqsadi shuni qilishga majbur sog' bo'lish uchun. Qo'liz qoida. qo'l nimadan iborat? Suyak va mushak, to'g'rimi? Taylar. Bu yerda a'zo yo'q, bu yerda nafas olmaydi masalanda, bu faqat jismoniy ish qilish uchun yaratilgan a'zo, to'g'rimi? Bo'ldi, o'shani qilsangiz sog' bo'ladi. Boshqa yo'li yo'q buni. O'sha qarang, nimani Oddiy ham formulasini aytyapman sizga. Ko'rishmi? Ko'rish sog' bo'lish uchun siz ko'rishni ishlatishingiz kerak. Har bitta a'zoni ham badan tarbiyasi bor-da, shu yerda ozgina qo'shib ketay men ham. Ko'rishda o'zini badan tarbiyasi bor. Masalan, bizga shunchalik katta pikselni ko'rish bergan Alloh taolo juda ham tiniq ko'radi insonni ko'zi. Ne'mat. Nima uchun insonlarda mana shu xira bo'lib ketadi ko'z, bilasizmi? Chunki insonlar o'sha narsalarni pikseliga, kiriga qaramay qo'yadi-da, mayda narsasiga. Shuni qarab yuzak e'tiborsizlik Uni ham uzoq vaqtli. ishlatmaslik oqibati. Albatta, ishlamagandan keyin u narsa ham sekin atrofiyaga uchraydi. Qo'lingizni gips qilingdagini 2 oy gips qo'yib qo'ying. Ishlatmang. Ikkalasiga ham bir xil ovqat, bir xil qon keladi, to'g'rimi? Shunda gipsni yechgandan keyin ko'ring, bu qo'lingiz ozg'in bo'ladi. Nima qatib ham qoladi. Ha, yo'q, u qotib ham qoladi. Undan tashqari qo'lingiz ozib ketadi. Nima uchun? Bo'lmasa ikkalasi ham bir xil ovqatlandi-yu. Demak, shu narsani ishlatishga bog'liq ekanmi? Bog'liq.
demak ko'rishda ham pikseli bor. Masalan, yaqindan tiniq narsalarni tiniq ko'rishda ham to'xtatmasdan ishlatish kerak. O'shaning uchun kitob o'qiydigan odamlar, mana bunaqa igna bilan qiladigan odamlarda zreniya uncha-muncha ketmaydi. Chunki ular ishlatadi doimiy. Ya'ni buni badan tarbiya shundan iboratki, gavharni maksimum qavari holatga va maksimum teskari holatga olib kelish kerak. Ya'ni eng yaqin narsaga tiklab qarash va eng uzoq narsaga qarash bilan mana shu ketma-ket qilaversa, insonni ko'zini gavhari maksimum bilan minimumga borib kelaveradi. Mana shu doimiy shu ishni qilib tursa, ko'zni badan tarbiyasi shundan iborat. Quloqniki ham bor, eshitishniki ham. Uni ham doimiy ishlatsangiz, Alloh hamma bergan ne'matini shukr qilsangiz ziyoda qilaman degan, to'g'rimi? Bitta formulasini aytib qo'yibdi o'zi o'sha yerda. Tushunadigan tushunib oladi. Qoida, va unda o'ylab qarasa oddiy qoida. Asosiy Sizga nima Oddiy ne'mat ko'ringan bergan qoida, bo'lsa- lekin murakkab. Masalan, aql bergan, to'g'rimi? Hikmatda bu. Insonga Hikmat. aql bergan. Aqlingizni ishlataversangiz, ochilaveradi aqlingiz. Masalan, masala yechishni o'rganadigan odamlar borda, ko'rganman. Daftarlarni to'ldirib maktabda olimpiadada ishlaydigan bolalar borda, ishlayveradi. Keyin nima bo'ladi bilasizmi? Oxirida daftar qalam kerak bo'lmay qoladi. Shunday masalan o'qiganda javobini aytadigan bo'lib qoladi. Nima uchun? Ochilib ketadi. Chunki u bergan ne'matini ishlatyapti-da. Ishlatgandan keyin ziyoda bo'lyapti. Hammasi Shukr shunaqa. ziyoda qilaveradi. Ha, ziyoda bo'laveradi u. Siz masalan oyoqni har kuni trenirovka qiling, oyoqni har kuni uni qilavering, oyoq ham ochilaveradi, oyoq ham o'zi kuchayib ketaveradi oddiy qilib aytganda. Ochlik haqida gaplashdik-ku. Men endi hozir shu badan tarbiya deb aytayaptilar-ku. Endi men endi tushunishim bo'yicha hozir deylik oshqozonni ham badan tarbiyasi uni ham bo'shab turish kerak. O'shanga kelib turdim. Mana ichki a'zolarni badan tarbiyasi degan, butun badanni badan tarbiyasidan kelib chiqadi degan. Masalan, siz faol yurish, harakatlaringiz ko'pmi, ichki a'zolarni peristaltikasi ham normalniy bo'ladi. Mana o'tirib kompyuterda, ofisda ishlaydigan odamlarda kam bo'ladi. Shuning uchun umumiy badan tarbiyaga bog'liq bo'ladi bular harakat. Yana nima qoldi? Yana qaysi a'zolarimiz qoldi? Ko'rish, eshitish, ta'm bilish ham endi baribir degustatorlar bor. O'shani doimiy qilib tursa farqiga boradi ta'min, to'g'rimi? Hid ham shunaqa. Qisqasi hamma narsaga tegishli demoqchiman-da. Ayniqsa qo'l oyoqda bu juda ham harakatga kerak narsa. Ya'ni odamlar bor-ku, boyagi faqatgina bir qisqa maqsadni qo'yib badan tarbiya qilishi ham to'g'ri emas. Men aytmoqchiman-da shu eshitadiganlarga, ko'ruvchilarga, maqsadlarni katta-katta qo'yinglar. Katta-katta qo'yaveringlar, to'g'ri bo'ladi. U masalan 30 yil, 40 yil, 50 ga qo'yish kerak emas maqsad. Maqsadni uzoqroq qo'yish kerak. Keyin yana bitta zo'r misol keltirganda, mana Roziyni men hozir bitta kitobini o'qiyapman, Nafs tabobati degan. Podshoh bo'lgan, podshoh Abu Bakr ar-Roziyni chaqirib, adashmasam Raymikan, Bag'dodmikan, o'sha joyda Roziyga aytgan. Butun badanni kasalliklarini tuzatish haqida kitoblar bor, shu ishlarni qilasizlar. Lekin insonni nafsini tuzatadigan, nafslarini kamchiliklarini tuzatish haqida kitoblar yo'q degan. Sen kitob yozasan deb maqsad qo'yib bergan. Keyin Roziy Duxovniy meditsina deydi, rus tilida, o'zbekchasi yo'q. Shu nafs tabobati degan kitobni yozgan. O'shanda 20 ta kategoriyaga bo'lgan nafsni nimalarini. O'sha boyagi bitta bergan savolingiz o'shanga taalluqli edi. Nima uchun dedingiz? Mana shu kishi shuni qaror qila olmaydi dedingiz-ku, to'g'rimi? Boya bitta savol berdingiz, navbatda javob beramizda. O'sha savolga javob bor edi o'sha kitobda. Ya'ni kim insonda aql boshqa nima desam ekan, his hayajon, ruhiy holatlarni ustiga aql qo'yilgan ekan. Va o'sha his hayajonni quvvati tagiga mana bizlarni nafslarimiz qo'yilgan ekan. Ovqatga nisbatan, jinsiy, mana shunaqa narsalar u quyi quvvat ekan. Uni ustida his hayajon, masalan, jahl, xursandlik, xafalik mana shunaqasi qo'yilgan ekan. Uni ustiga aql qo'yilgan ekan. Ya'ni inson aqlini doim aqlini aytganini qilib yuraveradigan bo'lsa, odamda doim ikkita narsa bo'ladi-da. Menga kerak ish degan vazifa bo'ladi bitta yo'l. Va menga yoqadigan degan yo'l bo'ladi.
men xohlamayman deydi. Menga o'ziga faqat komfort izlaydi yoki o'ziga qulay holat izlash holati bor. Nafsga ergashish holati bor. Lekin nafsga qiyin bo'lsam ham menga shu kerak degan yo'l bo'ladi-da. Aql ko'rsatadigan yo'l boshqa bo'ladi. Nafs ko'rsatadigan yo'l boshqa bo'ladi. Oddiy qilib aytganda. Shu joyda bitta narsa aytadiki, agar kishi deydi, doimiy nafs aytganini qilaversa deydi, uni aqli shunchalik susayib ketadi deydi. Shunchalik susayib ketadi-da deydi. U hech qachon aql bilan ish qilolmaydigan bo'lib qoladi deydi. Irodasi so'nib boraverar ekanda. Keyin yana bitta mashhur odamning bitta gapi bor. Agar kishi deydi, o'zi cho'kishni xohlasa deydi, unga hech kim yordam bera olmaydi deydi. Tushunyapsizmi? O'zi yashash xohlash kerak, Insonni o'zi. o'zi cho'kishni xohlasa, unga hech kim yordam bera olmaydi deydi. Masalan, siz ko'rib qoldingiz, cho'kayotgan odam borib qutqarib chiqardingiz, lekin u odamning niyati cho'kishi, bu chiqdi, baribir yana ertasi kuni yoki 2 soatdan keyin borib tashlab o'lib ketaveradi. O'z iloji yo'q narsa-da. Mana shu gormonlarga ham bog'liq bo'lar ekanda, mana shu masalan, deylik, anu gap borku, dori-darmon bir 30-20% foyda beradi. Lekin gormonalniy, ya'ni odam o'zi yashashni xohlashi, o'zi o'sha badan tarbiya qilishni xohlashi, deylik, o'zi sog'lom turmush tarzi xohlashi bu qolgan masalan kasalliklarni ham ketkizib yuboradi degan gap. Masalan, o'zimda sinab ko'rdim, ya'ni sinaldi desak ham bo'ladi. Covidda ko'pchilik Covid kasalligi shunaqa kasallik ekanki, deylik, tushkunlikka tushiruvchi bo'lib qoldi-da. Hammani ko'pchilik masalan Nimaga shunday bo'ldi bilasizmi? palonchi o'lib qoldi, pismadonchi o'lib qoldi, qo'shni o'lib qoldi. Mana shunaqa o'lib qolavergandan keyin, voy galmang kelib qopti deb, men ham shundan bo'ldim deb turib mana shunaqa bo'lib qoldi. Ya'ni menda ham qanaqa bo'ldiki, deylik, O'zekspo markazida yotdim. Endi o'ta hamma quyon bo'ldi-ku boshida. Eksperiment. Bunaqa ko'rishdi, o'xshamadi, bunaqa ko'rishdi, o'xshyapti, bunaqa ko'rishdi, sal foyda beryapti, bunaqa ko'ramiz, bunaqa ko'ramiz. Ya'ni birinchi kuni kelish 2 mahal garmon berishdi. Keyin qarasam, ikkinchi kuni ham o'zgarmayapti. 3 mahal garmon qilinglar dedi. Keyin 4 mahal garmon dedi. 5 mahal garmonga chiqdim. Garmon faqat deksa, boshqa narsa deyarli qilishmadi. Kapelnitsa deksa, kapelnitsa dek. Haligi umuman nafas ololmay qoldim. Keyin Expo markazidan Zangataga o'tkazishdi. Zangataga o'tkazishganda mashincha nafas olaman. Nafas ne'matini o'shanda bildim. O'tkiz pnevmoniya bo'ldi. Menda anaqa katta bo'lmadi. Endi mana oddiy rentgenni qilishdi-da, bir 30-35% deyishdi, lekin o'ta qiyin o'tdi. U yoqqa olib ketishdi. Keyin mana shu nafas mashtaga o'tadi, ichkariga olvorsam bo'ldi. 1 soat yo'talaman. Qisqa yo'tal, keyin katta yo'tal, mana shunaqa aralash, har xil ozgina yo'talaman. Keyin bitta gap gapirib qoldi o'sha yerda. 60larga chiqqan odam, ikkita xonada, bitta xonada ikkalamiz. Ey hamshira, palonchi, men o'lib qoladi u ketishdi. Bu boshqacha bo'lib qoldi menda. Men uni reanimatsiyaga olib ketinglar dedi. Sizmi? Ha. Anu gapni eshitdim-da. Dedim, men aytdimmi dedim. Men dedim, ani farzandlarim bor, ota-onam bitta o'g'liman. Men bu yerdan chiqib ketmasam, men aytdimmi deyapman. Ani hazm qila olmayapman. Men ertaga o'ladi deyaptimi deyapman. Vaholanki faqat yo'tal yurgan odam edim. Dedim. Bitta telefonni oldimda, dumaloq video qilib o'zim keltirib oldimda, kayfiyatim ko'tarishim kerak. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, turibsizlar? Men yaxshiman. Ertaga yaxshi bo'laman. Bir haftada shu yerdan chiqib ketaman. Dedim, hammaga videolar tashladim. Mana shunga o'xshagan narsalar qildimda, haligi joyda endi baribir Robbingizga suyanasiz, ani sajda qilgan paytda bitta nafas olsam o'tib ketib qoldi. Yo'talmadim. Keyin yana tushunmadim deb yo'talmadimmi hozir deb yana nafas oldim, qo'yib yubordim. Ya'ni o'shandan keyin haqiqatan bir 3-4 kun o'tdi, 5 kun o'tdi, bir hafta o'tdi, chiqib ketdi. Yedim, keyin o'shanda aytdim-da, ya'ni odam rostdan ham o'zi tushkunlikka tushursa, ya'ni odam o'zini o'zi yeb, mana bunaqa tushkun bo'lib ketaverar ekan. O'shaning uchun hadislarda ham keladi-yu, siz kasallik ko'rgani borgan, ranglaringiz yaxshi bo'lib qopti, ancha yaxshisiz deb unga umid baxsh narsalarni beringlar deb aytiladi-yu. O'shanda hikmatini biluvdim-da. Ya'ni o'zi tabobatda ham o'zi tanani o'zgarishi ham shunga o'xshashmi?
Buni nima juda ajoyib ayttirganda, siz aytayotgan narsaga formulasi borda buni ham. Yo'q, Ha, juda oddiy formulasi. Shu tibbi nabaviyda keladiki, davolashda tib ilmi deydi, 3ta darajasi bor deydilar. Birisi xalq tabobati deydi. Xalq tabobati bu xalqimizda o'tib ketgan va isbot talab qilmaydigan narsa. Bunga misol nima deydigan bo'lsa, o'sha masalan nimalarga tepki kasalligi og'riganlarda ikkita tuqqan xotin tepib qo'ysa yaxshi bo'ladi deydi. Misol aytishadi-da, endi misol. Yoki ana tarvoq toshgan odamga eshakka teskari qarab yem bersa yaxshi bo'lib qoladi deyishadi. Bu xalq tabobat, bu ishlaydi bu. Ishoning ishlaydi bu. Siz eshak yemi toshgan odamga teskari qarab eshakka yem berib qo'ysa, haqiqatdan eshak yemi foyda qiladi. Masalan, ishlatib ko'ring siz. Ishlatib ko'ring. lekin men tepki bo'lganu tepib qo'yishgani ko'vish bilan. Unisini men bilmayman, lekin siz eshak yemini ishlashini bilaman. Ha. Bu xalq tabobati deydi. Bu birinchi darajasi. Tabobati birinchi darajasi. Ikkinchi darajasi bor. Bu ilmiy tabobat deydi. Masalan, Ibn Sino ta'limotlari, Ibn Sino ta'limoti ya'ni real, aniq, birga birni qo'shsangiz ikki bo'lgandek mizoj ta'limoti bo'yicha tushuntiriladi. Yoki zamonaviy tibbiyotda ham qoidasi darvinizm ta'limotiga asoslangan, biokimyoviy darajada bular ham dokazательный dalillarga asoslangan tibbiyot. Bu ham ilmiy tabobatga kiradi. Ya'ni davolashda ikkinchi pog'onasi bu. Xitoy ta'limoti ham shunga kiradi. Igna bilan davolash ham buni ya'ni sabab bilan oqibat paydo qiladigan davolash metodiga. Lekin uchinchi bir darajali tabobat bor, bu ilohiy tabobat deydi bu narsani. Ilohiy Tabobat deydi mana. Siz aytgansiz, Robbisiga yalinib yorib olish, bandalikni izhor qilish, sadaqa qilish. Siz o'z joyida siz ilmiy tabobat emas, siz uchinchi darajadagi yuqori tabobatda ishga solganingiz uchun sizga foyda bergan. Mashallah. Bu narsa bu narsa, misol sadaqa berish, bular ishlaydi, hayotda ishlaydi. Bitta misol aytay. Buni bu kishini holatini nima bilan tushuntirsa bo'ladi? Ruhiy holatda ham insonga ta'siri bo'ladi. Bunga bitta zo'r misol bor. Ibn Sino ikkita qo'yni, bir xil qo'yni boylab qo'yadi, bir xil yem beradi, bir xil qaraydi. Lekin bittasiga bo'ri ko'rinib turgan holatda bo'ladi. Bo'rini ham qafasga solib qo'yadi to'g'risiga. Bitta qo'y bo'rini ko'rib turadi, bitta qo'y bo'rini ko'rmaydi. Lekin ikkalasiga bir xil qaraladi. O'sha ma'lum muddatdan keyin o'sha qo'rquv holatidagi qo'y ozib to'zib ketadi. Lekin bu qo'y sog'ib qolaveradi. Lekin ovqatlari boshqa hamma narsasi bir xil bo'ladi. Mana shu tadqiqot bilan Ibn Sino ruhiy holatda kishiga ta'sirini ko'rsatib bergan. Deylik, bu narsada ham o'sha sesser davrida, ya'ni oldin o'sha qamoqda san yazva bo'lib qoladi. Shunga o'xshagan qaysidir o'lim bilan, tahdid bilan qaysidir qamoqdagi odamni ham qamoqda ham sinashganmi? Bu narsani bir eshitgandek bo'luvdim-da. Hozir men aytayotgan narsam haligi biz aytdikki tibbiyotda 3ta darajasini biz aytayotgan hozir qoidalarimiz bu insonni o'rganish uchun taklif qilingan teoriyalar to'g'risida gapiryapmiz-da. Masalan, biz darajasi bor, 3ta darajasi bor deganimizda kimlargadir bu yechim bu. Buni ilmiy tabobatda ham tushuntirish bormi desangiz, mana Faxrullo akam tushuntirdilar, bitta tushuntirish. Yana bitta tushuntirish bor uni. Tib qonunlarida o'sha 7ta tabiat degan narsani aytib o'tgandim. Ya'ni o'sha quvvatlar degan temasi bor. Nimada yo'q bu narsa? Zamonaviy tibbiyotda bu quvvatlar temasi to'g'risida gapirilmaydi uncha. Gapirsa ham boshqacha so'z bilan tushuntiriladi. Lekin tib qonunlarida quvvatlar degan tema bor. O'sha nimani insonda yurakdagi eng birinchi quvvat hayotiy quvvat deydi. O'sha yurakdan chiqadigan quvvat miyaga ko'tarilganda odamda nafsoniy quvvatlar shakllanadi. O'sha odamning tushunchalari, psixologiyasi odamga quvvat beradi, bu quvvatni ishga sovoradi. Oddiy bir misol uchun aytadigan bo'lsangiz, qaysi a'zoga mehr qo'ysangiz, o'sha a'zoning ishi kuchayadi. Mana ko'zingizga zreniyasini yaxshilamoqchimisiz? Mana Norbekovning misolini ham ko'p keltiradi. Ochkisiz hayot degan kitobi bor. Yoki ko'zinasiz dunyo degan mazmunli kitobi bor. O'shanda nima qiladi? Borganda ko'zi o'zi mashqlari bor. Ya'ni ko'zga birinchi o'rinda hissiyot jihatdan bu nafsoniy quvvatlar tushunchalaringizni ko'zga nisbatan o'zgartirasiz. O'shanda haqiqatan ochkini tashlab yuborasiz. Yoki quloqda eshitishni kuchaytirmoqchi bo'lsangiz, quloqqa bo'lgan e'tiboringiz nafsoniy quvvatni chekka jo'nataverganingizda qulog'ingiz o'sha narigi xonadagi odamni eshitishni boshlaydi.
Boyagi men Siz aytgan narsani ichkaridagi narsani siz immunitet sistemangizni o'sha paytda taslimiyatni Allohga Hmm. bog'ladingiz va o'zingizga bo'lgan ishonchni oshirdingiz. Bu quvvatni odamga ishga tushiradi bu narsani. Yo'q, quvvat deb turib o'sha psixologiyada shunaqa deb tushuntirilyapti-da. Ana shunday narsa. Lekin bu tushuntirish to'g'ri emas deb o'ylayman men. Qanday? Men boya tushuntirdim-ku, masalan, har bir a'zoni o'zini shukri bor dedim-u. O'sha nafsoniy nimani o'sha yoqqa yo'naltirish deyishdi, nima keragi bor? O'sha a'zoni Alloh taolo bergan ne'matni ishlatgan o'zini o'rnida nima maqsadda berilgan bo'lsa, o'zi ikkita ma'nosi bitta narsada. Faqat u tushunarsiz, odamni qulog'iga bir uzoqroq ma'nodami? Qaysi? O'sha boyagi quvvat bo'ladi, quvvatni yo'naltir deganday narsa. O'zi mana bizada yanayam o'sha taomlar haqida ham gaplashyapmiz. Asosan masalan taomni deylik fast foodlar bor, notabiiy bo'lgan, sintetik mahsulotda aralashib ketgan narsalar bor. Hozirgi paytda bularni qanaqa qilib ajratib olishimiz mumkin? Masalan odam o'zi yeyapti, kulli masalan hozirgi misollar bilan masalan brendini aytmaylik, nomini aytmaylik masalanda shu masalalarda mana mana narsalar borib mana narsaga olib keladi deyishimiz mumkin, ya'ni ogohlantirish maqsadida. Keyin va tanamiz uchun kulli suv iste'moli qanaqa bo'lishi kerak? Qarang, bitta savol bersizlar, badan tarbiyati to'g'risida birinchi gapimizda bitta ajoyib bir fikr kelib qolibdi menda. Shuni gapirib qo'ysa shu joyga. Ha, mayli, birinchi Bemalol, farqi yo'q. 20 badan tarbiyati to'g'ri gapiramizda. O'sha odam badan tarbiya qilish uchun Faxriddin gapidan keyin biz men gapni qo'ysak bo'ladi. Ya'ni mana biz badan tarbiyati to'g'risida gapiryapmiz, maqsadimiz badan tarbiyaning ahamiyatini ochib berish. Va buni eshituvchi odam ham buni qilishga, badan tarbiyani doimiy ravishda qilishga dalillar keltirish. Dangasani ham o'rnidan turgizishda maqsad. Shuna bo'lgandan keyin buni atrofda tushuntirishga harakat qilish kerak bo'ladi. Bir misol keltiradi. Nimani? Atom odatlar degan kitobni o'qiyapmiz. Atom odatlar degan kitob bor. O'sha nimaga aytaman, tavsiya qilamanki, yurtimizdagi kitobxonlarga o'sha kitobni o'qish kerak. Shu yerda bitta zo'r nima aytadi. Odatlarni o'zgartirishda oson bir formulalar berilgan. Har bir qilig'imizni, ya'ni odat, badan tarbiya ham bitta odat. Badan tarbiyani xuddi shu odat deb qaraydigan bo'lsak, har qanday odatda odam 3 ta nimasi bosqichi bor deb tushuntiradi. Aytaylik, odam sahar turib namoz o'qishda, misol tushuntirsak, sahar turadi, namoz o'qiydi. Quyosh chiqmasdan turadi. Shu sahar turib namoz o'qishda odam ham 3 ta kategoriyaga bo'lib olsa bo'ladi, hatto namoz o'qishda. Yoki badan tarbiyani ham qanaqa? Birinchisi odam ertaman sahar turganda natijaga ishlaydi. Sahar tursam bo'ldi, haligi oyligimni olaman deganda, mana Ronaldoni misolida gapiryaptiki, o'sha nima qilaman, badan tarbiyani qilamanda chempion bo'laman deydi. Bu natijaga ishlaydigan odam bor. Keyin bu jamoaga, ya'ni sizda jamoangiz sportsmenlar jamoasi bo'lsa, badan tarbiya bilan shug'ullanadi, u jamoaga qo'shilib olgan, u qilaveradi. O'rganib qoladi. U odam o'shanda ham jamoa tark qilsa, u ham sport badan tarbiya ham tugaydi. Yoki odam sportsmen bo'lsa, natijaga erishmoqchi bo'lsa, sportsmen bo'lishga badan tarbiya qiladida, natijaga chempion bo'lgandan keyin u to'xtatib qo'yadi. Bo'lib ham pishadi. Badan tarbiyani shunday qilish kerakki, odam o'ziga shaxs sifatida shakllantirish kerak. Ya'ni aytaman, sahar turganda ham men musulmonman, sahar tursam baraka bo'ladi deganday o'zi miyasi tushunchalarni o'zgartirib olsa, ya'ni shaxs sifatida men badan tarbiyani shug'ullanishga majbur ekanman. Ya'ni buni shukrni qilishim uchun badan tarbiya qilishim kerak ekan. Ya'ni bu a'zolarda tiqilmalar, o'zimdagi tiqilmalar chiqib ketish uchun badan tarbiyadan boshqa chora yo'q ekan degan o'zini anglab olsa, badan tarbiya qilmasa bo'lmasligini anglab olsa, keyin u yana boshqacha qilib aytganda shaxs sifatida o'ziga badan tarbiyani lozim tutib olsa, u nima deydi, chempion bo'lgandan keyin to'xtatib qo'ymaydi. Chempionlik bu natijaga erishish uchun natijaga badan erishish tarbiya uchun. qiladi. Yana bittasi jamoadan quruq anaqa odatlardan
Ya'ni bu relsga Qolmaslik. tushib qolmaslik uchun badan tarbiya qiladi. yoki internetga qo'yish uchun qiladi. Yoki- Masalanda. Ani ha, desa bo'ldi, internetga qo'yyapti, bo'ldi. Ertaga masalan, ishi o'zgarib yoki ish ko'payib ketib qolsa, Bitta pul kelmay qolsa yoki manfaat kelmay qolsa, manfaat kelmay qolsa bo'ldi, badan tarbiya ham qolib ketadi. haligini shaxs sifatida qaraydi. Ya'ni tushunchalar o'zgartirilsa, miyadagi tushunchalar, ya'ni badan tarbiyasiz odam sog'lom bo'lish imkoniyatini to'liq anglab olsa, o'shanda badan tarbiyani to'xtatmaydi. Meni bu nimada endi bu ham bitta formula odamga yoki boshqa Pul biznesdan pul topishni boshlasa, Ha. biznesdan emas, sirasi tashlab yuboradi, to'g'rimi? Shunaqa, bu shunaqa. natijaga erish uchunda bu Maqsad pul topish edi-da. Ya'ni shaxsni o'zini nimasiga kirgizish kerak degan ma'no bo'lyapti-da. Sitta zarur, ya'ni birinchi sharti badan tarbiya. Ya'ni badan tarbiya qilmasa odam iloji yo'q bizga klient bo'ladi. Bizga bo'lmasa boshqa doktorlarga klient bo'ladi. Klient bo'ladi. Yo, o'zi ya'ni sizlardan mana masalan deylik, men sizga 5 yilmi, 6 yilmi, 10 yil bo'lib ketdimi, 10 yil atrofida masalan sizni tanigan bo'lsam, o'sha tibbiyot yo'nalishida mana to'xtamay ish olib boryapsizlar. Men masalan palonchiga borib men yomon bo'ldim degan narsani, ya'ni Zaytunmet tipga murojaat qildim. Men yomon bo'ldim deganini men hali eshitmadim. Alloh yana ham ziyoda qilsin. Yana ham jamiyatga foydasi tegadigan ishlarda bardavom qilib qo'ysin. Endi bu narsalarni nimaga maqtadim deydi-ku. Bu Xudoning fazlidan. Ha, Allohning fazli. Ya'ni bizani mana Ajva Xurmo market kuzatuvchilari, bizani kuzatuvchilarimizga ham qanaqadir bir nima deydi, o'ziga yarasha bir bonusli sistema qilamizmi? Deylik, bizani promokod bilan borsa, o'ziga yarasha, ya'ni maqsad nima desa, maqsad sizdan va bizdan foyda olsa va bizani ham masalan duo qilib qo'ysa, o'sha eng oliy maqsadda. Masalan deylik, bizda doktorlarimizni yomonlamoqchi emasman. Hozirgi zamonaviy tibbiyotni yomonlamoqchi emasman. Ya'ni zamonaviy tibbiyotda men ko'rgan narsalarim, deylik, oshqozon doktori alohida. Har bir a'zoni doktori alohida. Bor bo'lishsin. Nimadir muammo bo'lsa, operatsiya qilishadi, boshqa qilishadi. Deylik, u ham kerak. Ya'ni tig' bilan ishlash, boshqa oxirgi chora u. Endi undan oldin bo'ladigan holat, ya'ni umumiy holatda, masalan, biz zamonaviy tibbiyotda nima deylardi? Anaqani? Terapevt deydimi? Umumiy ko'radiganni. Deylik, terapeutga o'xshab turib sizlar yondashasizlar-da. Endi hozir yana ham tushunarli bo'lish uchun, ha desa, uni rangini ko'rasizlar, uni masalan kelib chiqish holati, uni gormonallik holati, analizda topshirib, masalan, hozirgi endi qo'shtirnoq ichidagi tabiblar ko'payib ketdi, desa boshiga bitta turib qo'yib yoki bosh oyog'iga bitta turib qo'yib, sen sog'lom bo'lib ketding degan narsa, masalan, oldin sizlar o'zi zamonaviy tibbiyotda o'qib chiqqan odamlarsizlar-da. Ya'ni desa, o'sha bu yoqga yana ham muhabbatinglar oshib, boshqa qilib, yana ham jamiyatga ko'proq foydamiz tegadi deb, hozirgi paytda ish olib boryapsizlar. Aytmoqchi bo'lganim, yana ham tashxis qo'yish borasida qanaqadir bir umumiy o'sha tajribalar va tajriba muhimmi yoki Ibn Sino tavsiyasini yoki o'sha tibbi nabaviyni o'qishi, ya'ni teoriya deydi-ku, kitob o'qigani o'zi yetadimi? Ya'ni mana sizlarning sohada o'zi masalan deylik, hozirgi paytda masalan bitta odam keldi, sizlar tajribaga ko'proq suyanasizlarmi yoki ilmga? Ya'ni o'qigan ilmiylar yoki sizlarda hozir jamlanib ketganda, o'zi qaysi birini ko'proq ishlatyapsiz deyapman. Masalan, tajriba ko'payib ketganmi? Deylik, kelyapti odam, ko'pchilik hozir o'sha ovqat yeyishi buzilgan, ko'pchilik semizlik alomati bor. Tajribadan ko'p narsa o'tib ketib, tajriba asosida ishlayapsizlarmi yoki yana yangi bir dardlar kelyaptimi o'ziga yarasha shu masala haqida? Buni savolingizga to'g'ri tushungan bo'lsam, ya'ni ko'proq tajribami yoki ilmmi deb suyanasizlarmi? Ha, yoki mujassamlik bir-biriga yelkadoshmi degan masala.
nimada kardiologiyada o'qiyotganimizda, magistraturada o'qiyotganimizda Mhm. Husanboy degan do'stimiz bo'lardi. Bu juda ajoyib gap gapirgandi. Juda to'g'ri gapirgan. Kardiologida. Bu ham tib qonunlarini o'qigan bola bo'lgani uchun. U aytardiki, o'sha kitoblarda aytilardi-da. Ilmiy asoslanmagan g'oyalar, tushunchalar safsasadir degan. Ha. Ilmga asoslanmagan, asosi bo'lmagan, faqat tajribalarga suyangan odamni ishi men safsata deyman. Bo'lmaydi u narsa. U tajribalar to'g'ri, bu kerak bo'lmaydigan narsa emas, kerakli narsa. Lekin u ham ilmga asoslangan bo'lishi kerak. To'g'ri, ba'zi bir hissiyotlar bo'ladi, ba'zi bir nimalar bo'ladi. Ularni kitobga yozish imkoniyati yo'q. Masalan, buni kasb mahorati deydi. Buni hech qanday so'z bilan yozish imkoniyati yo'q. Bu tajriba bu, lekin o'sha tajribalarga yetib kelish uchun u ilmga asosdan ketish kerak bo'ladi. Bo'lmasa to'g'ri, lekin bor. Otasidan o'tgan aytdim, xalq toboti degan narsa bor. Ha, ha. O'shanga o'xshab ketib qoladi, adashmovchilik ko'p bo'ladi, xatolik ko'p bo'ladi. Qo'pol qilib aytganda, uni ko'pchilikka zarari ko'proq tegib qoladi. Faqat tajribaga asoslangan bo'lsa. Bu ilmga asoslangan bo'lsa, unda manfaati ko'p bo'ladi. Ya'ni ikkovini ham qorishtirish kerak. Ilmga asoslangan tajriba bo'lishi kerak. Biz shunga asoslanamiz. O'shani ko'p ko'raman-da o'z sizlarda. Ya'ni deylik, o'sha har bitta mahsulotni chiqarishi o'zi ham katta tajriba va mahorat talab qiladi-da. Chunki masalan deylik, uni to'g'ri solish, uni bundan qancha solish, buni qorishmali anaqalar ham bor-da sizda o'ziga yarasha. Qonunlarda, mana sizlarda baraka topinglar, tabiiy giyohlarni bizning firmamizdan boshqa firmalarda ham olsa, tabiiy giyohlar. Buni yaxshi tomoni ko'p. Dorigarlik degan mavzu bor nimada? Tib qonunlarida, tabobat kitoblarida dorigarlik, ya'ni dori tayyorlash bo'yicha tema borda. Ha. Juda ajoyibda formula keltiradi. Shunda formulasi borki, tabiatga qarshi chiqmaydi deydi. Tabiiy dorilarda analgan, ya'ni sun'iy dorilarga nisbatan afzalligi deb bilaman buni. Foyda qilmasa, zarar ham qilmaydi deganida. Foyda qilmasa, zarar ham Qilmaydi yani. Ha. Ya'ni bu odamni halokatga olib keladigan tabiiy dorilar kam. Ha. Misol uchun yana bitta narsa bor. Ibn Sino aytadiki, ovqatlanish bobida alohida bobi bor, alohida yozgan. Ovqatlaringiz, taomlaringiz deydi, mevalardan, sabzavotlardan bo'lmasiga e'tibor bering. Ya'ni ko'proq go'sht bo'lsin deydi, ovqatlaringiz deydi. O'simliklarni dori sifatida e'tirof qiladi. Buni mufrat dorilar. Mana siz xurmo deyapsiz, bu xurmo aslida bu dori. Ha. Mufrat dori hisoblanadi. O'shaning uchun Janob Rasululloh vasallam bir taomlanganlarida ham xurmoni issiqligini, mana buni sovuqligi yengadi deb turib, sirka bilan yeganlar. Faqat xurmoni o'zini yeyish ham to'g'ri emas. Mizojda qattiq qizdirib yuboradi. Uni nimasini keltirib qo'yish kerak bo'ladi. Yoki boshqa sovutuvchi narsa bilan yeyish kerak bo'ladi. Yana eslarda nimalar bo'lsa gaplar. Dori tayyorlash ham shundayda. Bir-birini issiqligini, boshqasini sovuqligi bilan muvozanatga keltirish kerak. Har qanday dorilar aralashtirgan bilan dori paydo bo'lmaydi. Bir xil odamlar tushungandek 10 ta narsa aralashtirgan bilan dori bo'lib qolmaydi-da. Bitta issiqni qo'shsangiz, haddan tashqari issiqlik paydo bo'ladi. Shuning uchun ularni muvozanatga teskari ishlab qolishi mumkin. Muvozanatga keltirish kerak bo'ladi. Teskari ishda hozir kunimizdagi odamlarda dumij azob qo'ygan, qo'pol qilib aytganda. Jigarni yog' bosgan, bu yog' bosish balg'am xiltiga to'g'ri keladi, sovuqliq. Lekin bu bitta safron dimlab qo'ygani uchun jigar qizib qolgan. Ana unga sunga qizdiradigan dori bering, qonni kuydirasida uni halokatga sabab bo'ladi. Uni nima qilish kerak? Birinchi safronni haydash kerak, balg'amni yetintirish kerak, chiqarish kerak. Bu narsa taomlarda ham shunaqa narsa. O'shaning uchun Ibn Sino o'zining kitobida Sekanjubinni juda maqtaydi. Alohida Sekanjubin deb turib risola ham yozgan. Nima u, mevami, nima anaqa? Yo'q, bu bizda Zaytumetni tomonidan ishlab chiqariladi. Sirka bilan asalni qaynatilgan shakli.
sirka bilan asal qaynatiladi. shakli, ha. Bu aytadiki, Suv, sirka, asal borda tarkibida. Nisbatlari bor. qarang, mana bu yerda asalni issiqligi bor, sirkani sovuqligi bor. Mana bu narsa juda ko'p kasalliklarga foyda qiladi ana shuning uchun. Sahr diabetga ham Lekin baribir sovuqlik qoladi. Skanjibinda sovuqroq, sirkani sovuqligi haddan. tayyorlashga bog'liq-da bu narsa. Asal issiqligi umerinida. Ana shuning uchun bu narsa maqtaladi bu narsa. Ya'ni mo'tadillik. Bu yerda ham qarang, mo'tadillik. Yeyotgan taomlarimizda mo'tadillik bo'lishi kerak. Xo'p, bizda xalqimizda tushuncha bor. Men endi qanchalik o'zim foyda ko'rganim bilaman. Ya'ni biologik faol qo'shimchalar. Ya'ni deylik, o'sha bizni hozir masalan dori deb bilayotgan narsalar aslida endi hozirgi zamonaviy til bilan aytilganda biologik faol qo'shimchalar deyilyapti. Ya'ni bu yerda nozikroq savol bu, faqat bu narsaga javob berasizlar. Deylik, hozirgi paytda masalan dori darmonlar davo qiladi deb aytiladi. BFQ, ya'ni biologik faol qo'shimchalar bu davolamaydi. Birdaniga davo berib qo'ymaydi deb aytadi dori ishlab chiqaradiganlar. Aynan. Shu narsani aynan anu xalqdagi odamlarning tushunchasi ham shu narsa bo'lganki, tabiiy mana o'sib chiqyapti, tabiiy yonim oldindan oqqan suvni qadri yo'q deganday narsa men ko'raman-da, ichim ozgina og'rinadi. Nimaga aytsa, bizani o'zimizni diyordan chiqayotgan shuncha giyohlar bo'lib turib, sintetik yoki ximik vositalar asosida tayyorlangan, to'g'ri, u ham tajribadan o'tadi, lekin tajribadan o'tganni o'zida ham yozib qo'ygan, 100 tadan 10 tasi o'lib qoldi deydi. Masalan, yoki 10 tasida yaxshi o'tmadi deydi. O'zini anaqasida ham. Ya'ni men bu narsada bir tortishib qoldim-da. Lekin kamroq nojo'ya ta'sirlar bo'lishi mumkin. Endi har xil, masalan 2 ta, 3 ta, masalan har xil holatlari, побочный effekt desa, побочный effektini o'qib chiqsangiz bir kuchli dorilarni o'ta katta narsalar yozib tashlar ekan, odam qo'rqib ketadi uni ko'rib. Masalan, agar menga shu narsani hozir men o'zim bilmasdan ichib qo'ysam, oshqozonim bir narsa bo'lib qoladi degan narsalar odam qo'rqadi hamda. Ya'ni bu boya aytib o'tdingiz, deylik, bu biologik faol qo'shimcha, deylik, o'sha dorilarimiz, o'zimizning tabiiy dori vositalarimiz qanchalik bizga foyda, ya'ni men bilishim bo'yicha shu noto'g'ri ichiladi-da bu narsa ham. Siz mana aytyapsiz, masalan, u qizdirib qo'yadi, u foydasi bo'lmaydi. Yoki ayni mutaxassis agar buni to'g'ri yo'naltirib, to'g'ri tavsiya bersa, ya'ni u davo bo'lar ekan, tushunyapman. Shunaqami? Shunday. Bu tibbiy Navoiy kitobida zo'r anaqa keltiradi. Mohir tabib deydi, mohir tabib. Qanaqa desa, ovqat bilan davolagan tabib deydi. Bizda tushunchalar o'zgarib qoldi. Odamlarimizning tushunchasi o'zgarib qoldi. Kapinisi ulamasa, u mohir tabib emas. Lekin alhamdulillah nima tushunganlar ham ko'payyapti, ya'ni tabiiy dorilarni ishlatishda. Ba'zi o'rinlarda keladiki, kasallar davolashda o'zimga ham keladi. Nima dori ichdi? Dori ichimi? Bo'ldi. Ko'proq havo, nafas ol deyman. Bo'ldingi dori shu. Lekin aksar holatlarda nimani ovqatni o'shaning davolashda birinchi o'rinda parhez turadi. Chunki siz tanadagi chiqinlarni chiqarib yuborganingizmi, u navbatdagi noto'g'ri ovqatlanib yana qaytadan tiqilmalarni, chiqinlarni ko'paytiradigan, chiqinisi ko'p bo'lgan ozuqalar yeydigan bo'lsa, tabiiyki bu qilgan dorimizni samarasi ko'rinmaydi. Negaki navbatda yana o'sha joyga tiqilma hosil qilib qo'yapti. Endi bu kishining savolini men quyidagicha tushundimda, bat bilan dorini, bat ham dorini o'rnida davolaydimi deb savol beryapti-da. Ha, lo'ndaroq. Endi sal qog'ozga o'rabroq gapirdim men deydi. Rosa cho'zib gapirdi o'shani ham. Men shu savolga javob berib kesib tashlaysizlar endi. Men fikrimcha, organizmga farqi yo'q. Unga dori degan ot bergansizmi, bat degan ot bergansizmi? Organizmga kerakliligiga qarab hal bo'laveradi hammasi. U kimlardir o'ylab topgan shunaqa bir tushunchalar, ma'lum maqsadlarda. Organizm uchun uni dori gruppaga kirgizasizmi, bat gruppaga kirgizasizmi, hech qanday aloqasi yo'q. Siz o'shani topib qo'ysangiz, kerakli narsani. Atrofimizda juda ham ko'p foydali narsa bor. Mana arada o'sayotgan, masalan, ajriqni foydasi bo'lishi mumkin shu kasalga, tuzalib ketishi mumkin o'shandan.
Masalan, uni ilm kerak. Ya'ni o'sha kasalni shunga muhtojligini baholay bilish kerak. U oddiy narsalarda bo'lishi ham mumkin, juda ham murakkab narsalardan bo'lishi ham mumkin. Baholashda gap. Boya aytdim-ku sizga. Suv misolida aytdim-ku. Xo'p, bu yerda o'sha asosan masalan deylik o'zi bir organizm to'liq to'g'ri ishlashi uchun deylik o'sha biza sanab o'tdik, ya'ni badan tarbiya kerak, to'g'ri ovqatlanish ikkalovi mujassam bo'lsagina to'g'ri sog'lom turmush tarzi shakllanadi, to'g'rimi? Ya'ni deylik o'sha havoni aytib ketdingiz orada, masalan quyosh, o'sha masalan hozirgi kunda deylik gormonalniy o'zgarish holat borku, masalan deylik kam uxlashlik holati bor. O'sha uyqu masalasi ham gaplashmadik shu masalada. Uyqu qanchalik bizaga tanamizga va o'sha deylik ruhiyatimizga qanchalik ta'siri bor, qanchalik kerak, qancha vaqt uxlashimiz kerak degan masala. Bu savolni Muhammad Odil domla shu savoldan boshladi, eslaysizmi? Qancha uxlash kerak, necha soat uxlash kerak degan suhbatimiz bo'ldi-da. Aha. O'shanda ham xuddi savolga javob berildi. Uyqu keragicha bo'lishi kerak. Agar men shuncha soat desam, kimlargadir to'g'ri bo'ladi, kimlargadir noto'g'ri bo'ladi. Uyquni nimaligini bilish kerak oldin. Uyqu bu zaruriy, majburiy holat. Ishlab charchaganingizdan keyin miya doimiy quvvatni sarflagandan keyin bu tiklashga o'tadigan holat. Qanchalik ko'p sarflasangiz, shunchalik tiklanishga ehtiyoj paydo bo'ladi, to'g'rimi? Masalan, ish qilmay o'tkazgan kuningiz boshqacha bo'ladi, qattiq ishlagan kuningiz qattiq charchaysizmi? Demak, o'sha kuni muhtojligingiz ko'payadi-da. Oddiy qilib aytganda, Ko'proq uxlash to'g'rimi? kerak, ya'ni. Masalan, siz oddiy kunda ham 6 soat uxladingiz, juda charchab ko'p ish qilgan kuningizda 6 soat uxlasangiz to'ymaysiz, oddiy qilib aytganda. Faqat uyquni nimaligini oldin tushunish kerak. Nima uyqu bu? Uyqu nima degan narsa? Kerakmi, kerak emasmi? Yo prosta vaqtni bekorga sarflashmi degan bir xil tushunchalar bor-da. Uxlash ulgurasan hali. Kamroq uxla degan narsa bor. Lekin bu noto'g'ri. Uyqu me'yorida bo'lish kerak. Agar me'yordan oshib ketib qolsa, inson hayotiga maqsad qo'ymagan odamlar, vazifa qo'ymagan, unchalik boshqalarni tashvishlari kerak emas, ularga jiddiy jahd qilmaydigan odamlar shunaqa bo'lishi mumkin. Kamroq, ko'proq uxlaydi, loqaydroq bo'lishi mumkin. Bu boshqa sabablar bilan bo'ladi. Endi kam uyqu ham ma'lum o'zgarishga olib keladi. Kam uxlaversa odam borib kuchlari kuchsizlashadi. Ya'ni miyani ishi, aqlni ishi, jismoniy boshqa narsalar hammasi kuchsizlik tomonga qarab ketaveradi. Tez charchash, ishda unum bo'lmaslik, ishga juda ham chuqur kira olmaslik, uzoq vaqt diqqatni bitta ishga sarflamay, yengilroqlarni ko'rib ketaverish bo'ladi. Quvvat kerakda, aqliy quvvat kerak. Bitta qiyin ishni diqqatni ushlab turish uchun mana shu ishni qilishim kerak-a. To'g'ri, mana yoqqa ketsa yengilroq ishi bor, mana yoqqa ketsa ham undan osonroq ish bor. O'sha yoqqa ketkizmay ushlab turish, mana shuni ushlab turish uchun quvvat kerak, aqliy quvvat, intellektual quvvat kerak insonda. Masalan, bu mavzudan bu mavzuga qaysi mavzu oson ko'rinib o'sha yoqqa ketaversa, bu aqlni kuchsizligini belgisi. Aql kuchli bo'lsa, bitta narsani hal bo'ladimi, bo'lmaydimi ushlab turadi-da. Mana shu maqsading shu edi sani. Mana shu fokus yo'qotmaslik. Mana shu narsalarga kerak bo'ladi insonning nimasi, intellektual kuchi. Ya'ni uxlamasa inson mana shularga kuchsizlik paydo bo'ladi. Jismoniy taraflama, intellektual taraflama, mental taraflama kuchsizlik paydo bo'laveradi. Bitta qo'shimcha qilib ketaylik-a. Mayli. O'zi uxlaganda nima bo'ladi degan savolga birinchi yechim topib olish kerak-da. Uxlaganda tib qonunlarda aytiladiki, ovqat hazm qilishi 4-bosqichi uxlagandagina bo'ladi. Asosiy qismi. Ya'ni uxlamasa odam tiklana olmaydi. Uxlash shart, majburiy narsa. O'shaning uchun Ibn Sino aytadi, sog'lom turmush tarzi deganning bitta sharti, odat zaruri bitta sharti uyqu. Uxlamasa odam bo'lmaydi. Uxlash qancha vaqt uxlash kerak deganda, Faxrul aka aytgandek, masalan bir tomoni gapirildi.
Endi chunki bu tip ilm bo'lgani uchun gapiriladigan gap ko'p endi unda. Qancha uxlash kerak degan savolga yana ikkinchi bitta javob ham bor. Ikkinchi javob shu, mizojiga qarab uxlash kerak. Mizojiga. Mizojiga qarab uxlanadi. Masalan, issiq mizoz. Masalan, issiq mijozli odam, safro mizojli odam. Uni ko'p uxlasa, uni hissiyotlari xiralashadi, yalqovlashib ketadi. Ular kam uxlasa o'zidan komfort his qiladi. Safro mijozli odam. Lekin balg'am mizojli odam kam uxlasa, ular quvvati to'lmaydi. Savdo mizojli odam o'rtacha uxlash kerak bo'ladi. Bu mizojiga qarab turadi. Yoshi katta bo'lgan sari odam uyqusi kamayib boraveradi. Nimaga? Shu nimani hisobiga? Bu miyani qurishni hisobiga. Miya o'shancha hissiyotlar ham nima bo'lib qo'rqoqlashadi. Yosh katta odam qo'rqoqlashadi. Nimani harakatlari zaiflashadi. Hatto xotiralari kamayishni boshlaydi. Bir ajoyib nima borda? Uxlash temasi bo'lganda aqlga qanchalik ta'sir qilishini gapirganda bir ajoyib bir fikr ham borda. Misol, mana baraka toping, juda yaxshi ish qilyapsiz. Mana shirinlik misolida tushuntiradigan bo'lsak, xurmolarni shirinligi, men aytamanki, bemorlarimizni aksar holatini ko'rsak, aksar holatda kasalliklarning ko'p foizi depressiyaga sabab bo'layotgan narsa shakarli mahsulotlar bo'ladi. Shakar va shakarli mahsulotlar. Pishiriqlar, tortlar, bo'lib shakar qo'shiladi, yog'lama qo'shiladi. Bularda depressiya sabab bo'ladi. Men qanchalik O'rniga deyman, depressiya, xurmoyi, mayiz yedi. stressga olib keladimi shu anaqalar? Albatta, chunki Uyqudan biz ovqatlanishga o'tib ketyapmiz-da. ovqatlanishga uyquga taalluqli joyi bor bu narsani. Chunki nimaga? Biz uxlagan paytimizda miya namlanadi. Qo'pol qilib buni boshqa tabiiy namlanadi deganda zamonaviy til bilan o'zgartirganimizda u ko'llanadi, ya'ni tiklanib oladi miya. Perezagruzka deydi-yu. Perezagruzka demaydi buni. Anu Tiklanish deydi. tiklanish. Ya'ni oziqlanib oladi, o'zida chiqarib oladi. Ya'ni odam ko'z yumilgan paytda bir neyrofiziolog zo'r tushuntirib qo'ygan buni. Odam ko'z yumilganda miyani kanalizatsiyasi ochiladi deydi. O'sha paytda ochiladi. O'shanda kerakli informatsiyalar kun bo'yi olgan kerakli va keraksiz informatsiyalar sterillanib turib, ko'payga olib turib, kerakli olib qoladi, keraksiz utilizatsiya qilinadi. Qachon ko'z yumilganda deydi. Yumilganda men o'ylayman, miya perezagruzka bo'ladi. Mini perezagruzka bo'ladi. shunaqa Mana endi. qotib qoladi-yu, ko'p informatsiya, ko'p programma ishlaganda, katta axborot protsessor ko'p ishlagan paytda bitta perezagruzka qilib yuborasiz, yana boshqatdan. Ana shu insonning miyasini perezagruzkasi bitta ko'zini yumganda bo'ladi. Ya'ni mana shu buni boshqa tarafi ham bor. Ko'zni oldini namlab, tozalab turish uchun, bunday namlab turish uchun ko'zini ma'no. Konnektivani, boshqa narsalarni tushuntirishingizda hamma har xil tushuntiradi. Masalan, uni sizga aql yaqinlashtirishni siz peregruzka desangiz, men boshqacharoq narsani peregruzka deyman. Uni bu to'g'risi alohida gaplarimiz. Biz uyqu temasida to'g'ri gapirayotganimiz uchun mayli siz aytgandek peregruzka desak, aql yaqinroq bo'lib qoladi. Peregruzka bo'yicha ham yana bitta alohida mavzu qilsak, ajoyib bir fikrlarimiz bor. Tajribadagi islar borda. Endi uxlashning ahamiyati aqlga ta'sir to'g'risida gapirmoqchiman. Uyquni aqlga ta'siri. O'sha uxlaganda miya tiklanib oladi, ya'ni namlanadi deyish mumkin. Odam qarigan sari aytdingiz, nimaga uyqu haqiqatan kamayib ketadi? Aql chalkashlik paydo bo'ladi yoshi katta bo'lgan paytda. Unutuvchanlik bo'ladi, analiz sintez o'zgaradi. Nimani hisobiga? Miya qurishni hisobiga. Mana telefonlarda gaplashamiz. Ko'proq naushnikda ishlatishadi ko'pchilik yoshlar. Mana odamda oldin miyasi birinchi dastlabki ma'lumotlarni oladida, ho'lroq, yumshoqroq bo'ladi miyani oldingi qismi. Namroq bo'ladi. Bu keyingi oxiri mana miyachamiz oxirgi xotira markazi orqada joylashadi. Bu qattiqroq bo'ladi. Miyaga nisbat, oldiga nisbatan. Olgan informatsiyadan bu yerga keladi, qayta nima bo'lib, pishib, yetilib, oxiri qattiqroq xotira bo'lib qoladi. Shuning uchun yoshi katta odamlar hozirgi davrlarni eslolmaydi, yoshi davrlarni eslaydi. Chunki xotira markazi joylashib bo'lgan bo'ladi-da. O'shancha xotirani tiklash uchun orqaga sekin yengil urib turishni maslahat beriladi. Kitoblarida. Ya'ni mana bu stimul berilib turadi. Endi odam uxlagan paytida shu oldingi miya qismi namlanadi. Shakarga qanaqa aloqador joyi bor deganimiz ham, shu shirinlik yeganimiz ham ko'proq bu
qaysi bir modda nanochastisalar, ya'ni tanaga kirishi oson, chiqishi Chiqishi qiyin qiyin. bo'lgan Ha. ozuqalar bo'lgandan keyin ko'proq bu joyga telefon bilan ayniqsa gaplashgan paytda ikkovini o'rtasida magnit maydon hosil bo'lishi hisobiga ko'proq miyani oldingi qismida tiqilmalar paydo bo'ladi. Ya'ni bu xotira pastligiga sabab bo'ladi. Shuning uchun telefonda ham iloji boricha gromkasda gaplashish, miyani ho'llash. Ya'ni uxlashda ham maqsad ham miyani ho'llash. Deylik, o'zi bir xillarda men o'zimda bo'ladi shunaqa holat. Deylik, uyquga to'ymagan yoki uyqudan turgandan keyin ozgina o'zimga kelib olish uchun muzdek suvda cho'milib olishim kerak yoki bir ozgina vaqt tentirabroq yuradi-da odam. Motor qizib olish. Ha, shunaqa holatda menga bitta odam tavsiya qildiki, melatonin degan gormon bor. Men o'shandan polni ichaman dedi. Bu dedi o'rgatib qo'ymaydi dedi. Endi men kimdir nimadir desa ichib ketavermayman. O'sha mutaxassis sifatida sizga murojaat qilyapmanki, deylik, o'sha melatonin gormonini qismi eng minimum bor ekan. Shuni ichsangiz o'tirmaysiz bunga dedi. Lekin ertalab dedi shuna tursangiz ko'zingiz chaqnab turadi dedi. Masalan, qanchalik bu tavsiya qilinadi yoki tavsiya qilinmaydi masalan? Albatta, lekin kerakli paytda hatto uxlatish uchun ba'zan narkotika ham qilish kerak bo'ladi. Agar uxlamasa, kerak bo'lsa narkotika ham qilinadi. Bu uxlamayaptimi? Demak, hamma tadbirni qilyapsizmi? Uxlamayaptimi? Melatonin ichish kerak. Lekin o'sha melatonin ichadigan darajaga, narkotik oladigan darajaga bormaslikda tadbirni avvaldan qilib turish kerak. O'sha tadbirlarni men formulasini aytdim. Formulasi miyani ho'llasa bo'ldi, uxlaydi. Nimaga ba'zi odamlar kitob o'qisa uxlab qoladi? Kitob o'qiydi, kitob o'qiyman deydi. O'qisam deb 10 minut uxlayotgan bo'laman deydi. Bilasizmi studentlar? Menda ham bor shunaqa holat. Chunki siz o'qiganingizda miyaga ozuqa tortiladi. Ha. Ozni o'qiganingizdan keyin-da hujayralar nima so'raydi? Ozuqa so'raydi. Ishlayapti-da. Miya ho'llanishni boshlaydi. O'sha paytda uyqu keladi, uxlayveradi. Telefon ko'rgan paytda uyqu qochadi. Unda ham masalan ishlayapti-ku, qo'llandi degan narsa emasmi? Siz Qanaqadir informatsiya olyapti, bir narsa. shortslar bor-a? Instagram ko'rganingizda uyqus qochadi. Lenta masalan. Bu odamni nimaga odamni buzadigan narsa bu narsa. Chunki turli xil informatsiya safro xarakterda ta'sir qiladi odamga. Ta'sir qiladi. Ya'ni bu mavzu tugamasdan qarama-qarshi mavzularni qayta ko'rsatganda miyada haligi yakdillik yo'qotadi. Siz kitob o'qiganingizda nimaga uyqus keladi? Chunki bitta mavzuni olib ketadi. Roman o'qisangiz uyqus kelib qoladi. Yoki bir ilmiy kitob o'qisangiz bitta mavzu ustida bahs bo'lgani uchun nima fokuslanishni boshlaydi. Ozuqa ham talab qiladi. To'g'ri, endi bu hammada ham bo'lmaydi. Aksar holatlardagi kitob o'qishga o'rganmagan odamlar kitob o'qisa uyqu sababi shu. Ya'ni ozuqa tortiladi miyaga. Shos ko'rgan odamlarda uyqu qochadi. Nimaga? Chunki turli xil mavzu bo'lgandan keyin miyaga safrolarga ta'sir ko'rsatadi. Qo'zg'atuvchi ta'sir ko'rsatadi bu. Uyquni qochadi, bu miyani quritadi. Endi shu yerda yana bitta bioritm degan narsa bor yoki mana time management deydi, to'g'rimi? Hozir faqat miqdor to'g'risida gapirdik-da, lekin kecha va kunduz degan narsa ham bor-da. Bioritm degan narsa bor. Bir xillar masalan kunduz uxlaydi, kechqurun yurib chiqadi, to'g'rimi? Yoki juda ham tong otayotganda uxlaydigan odamlar bor. Ertalabgacha internetda o'tirib chiqadi-dagina keyin uxlaydi. Soat 11-12 gacha uxlaydigan odamlar juda ko'p hozir. Ritm buzilib ketgan. Albatta. Mana shunda ham bitta uyquni faqat soatidan tashqari joyini ham katta ahamiyati bor. Chunki sifatli, sifatsiz degandek-da. Chunki kunduz kuni o'zi modda almashinuv o'zi tabiiy qo'zg'aladi. Modda almashinuv tezligi oshadi. Kechqurun boshqacha mexanizm ishga tushadi o'zi, tabiatan. Hech kim uni boshqara olmaydi. Butun tabiatda shunaqa bo'ladi. Shuning uchun kechqurun uyqu uchun yaratilgan. Kechqurun dam olish kerak. O'zini o'rnida o'sha joyda. Shuning uchun tunni eng quyuq paytida uyqu holatda bo'lish kerak. O'shanda tabiiy ritmga mutanosib ravishda bo'ladi hayot.
ritmni buzilishi ham ma'lum o'zgarishlarga olib keladi. O'sha soatda uxlasam bo'ldi degan narsa noto'g'ri. Keyin bu badan tarbiyaga ham taalluqli. Ya'ni badan tarbiyani kechasi qilish maqsadga muvofiq emas. Chunki kunduz kuni jismoniy faollik oshadi. Shuning uchun quyosh chiqqandan keyin 2 soat, 3 soatdan keyin eng optimal vaqt deyiladi. Hech bo'lmaganda kunduz kuni qilish kerak bo'ladi. Ana shunda mana bunaqa rezonans degan tushuncha bor fizikada. Masalan, tebranayotgan narsaga qo'shimcha ta'sir bersangiz, agar siz tebranishga mos ta'sir bersangiz, tebranishni yana ham oshirishingiz mumkin yoki tebranishga teskari ta'sir qilsangiz, masalan, bitta ko'prikka chiqdingiz, osma ko'prik. Osma ko'prikka qimirlatyapsiz. O'shanga mos qimirlataversangiz, uni amplitudasi oshaveradi, to'g'rimi? Ha. Ya'ni kunduz kuni moddalamashni kuchayotgan paytda siz badan tarbiya bilan kuchaytirsangiz, tushundingizmi? Demak, sizni aktivligingizni oshiradi u. Moddalamashningiz yana ham 20% ga oshadi. Kechasi o'zi tabiiy tushadimi? Kechasi agar badan tarbiya qilsangiz, o'zi ritm pasayyapti. Siz badan tarbiya beryapsiz, teskari qilyapsiz. Bu juda katta ahamiyatga ega. Badan tarbiya deganda o'sha tip qonunlar keltirilgan qonun bo'yicha badan tarbiyada, lekin uxlashdan oldin bir ozgina sayr qilib kelish, toza havoda sayr qilib kelish, bu nabort uyquning sifatini yaxshilaydi. Bu miyani ho'llaydi-da bu. Miyani ho'llash nima degani tushunarli qilib gapiradigan bo'lsak, tip qonunlardan chiqib turib gapiradigan bo'lsak, miyada qon aylanishni yaxshilash. Misol uchun, aksar uxlamaydigan odamlarda atlantda, ya'ni birinchi bo'yin umurtqasida tiqilish paydo bo'ladi-da. Miyani chekadigan qon tomir shu joydan o'tgan bo'ladi. Bu yerda tiqilmalar ko'pligini hisobiga, ya'ni qonda metabolizm qozonlari ko'payishining hisobiga odamda uyqusizlik paydo bo'ladi. O'shaning uchun uyqusiz bo'lgan odamlarda boshni massaj qilish, bo'yinni massaj qilish, ularni yengil uqalash, bu ham miyani ho'llashga, ya'ni uyqusizga sabab bo'ladi. Miyanimda tushunaman-da. Masalan, miya bir generatorga o'xshagan narsada, bu ishlab turadi, to'xtovsiz ishlab, tok ishlab chiqaradi desam bo'ladi, oddiy qilib aytganda. Bu ishlab chiqaryapti. Biz uyg'oq paytimizda ko'rish uchun, eshitish uchun, harakat uchun, boshqalar uchun to'xtovsiz quvvat chiqarish bilan shug'ullanyapti-da, endi oddiy qilib aytganda. Intellektga nafsoniy quvvatni manbai. Endi doimiy shunaqa holatda turolmaydi-da. Bu o'chirib, stansiyani o'chirib, o'sha yog'larini, temirlarini, bo'shab qolgan modlarini, zanglagan joylarini alishtirishga muhtojlik tug'iladi. Shundan u to'xtovsiz ishlolmaydi. O'sha masalan mashinani ham ishlatganingizda ma'lum kilometrda ularni almashtirasiz, to'g'rimi? Yog'larni alishtirasiz, bir narsalarni, filtrlarni almashtirasiz. Ya'ni o'sha apparat motor ishlaganda o'zini strukturalarini yangilashga, sovutib olishga, bir eskirgan narsani almashtirishga to'g'ri keladimi? Shunaqa. Xuddi shunday plastik jarayonlar bilan kechqurun. Ya'ni o'zini o'zi tiklaydi. Hujayra membranasi tiklaydi, organellar tiklaydi, DNKdan oqsil sintez bo'ladi. Shu ishni bajaradigan fermentlarni chiqarib ishlarga shay qilib oladi-da, keyin ishni boshlaydi. Badan tarbiya haqida gaplashdik. Shunda badan tarbiyani asosiy tavsiya qilinadigan vaqti qachon o'zi? Masalan, hozir aytiladi, masalan, kunduz kuni asosiy o'sha baribir odam harakatga, tabiiy o'zi organizm o'zi ham shaylanadi deyiladi. O'sha deylik, ertalab vohlik turib bir sayr qilib, o'sha ozgina badan tarbiya qilib qizib olish degan narsa yaxshiroqmi yoki hozirgi paytda deylik, sport zallar, boshqalar hozir chiqib ketgan, deylik, o'sha zalga chiqib turib kechqurun men o'zim ham to'g'risi hozir gaplardan keyin o'zi 9-10 larda ham zalga borib o'tdim. Masalan, yuguryapman, ya'ni yuryapman, birinchi yuryapman, o'zimni ana qilib turib, keyin yengil narsalar qilib, ozgina qizigandek bo'lib ketyotdim. Yengil ana qilyotdim, ya'ni zalga chiqyotdim. Endi shu holatda
kunduz kuniga o'tkazganim afzalmi yoki ana xuddi yengil bir o'sha yurib kelganga kiradimi? Qilmaganingizdan ko'ra kechqurun bo'lsa ham qilganingiz afzal. Lekin kechqurun qilganingizdan kunduz qilganingiz afzal. Bahona qidiryotgandim-da o'zi deydi. Anaqaga. Ovqatlanish to'g'risida mavzumiz chala qoldi-da, o'shani Aha. tugatib qo'ysakda. Hop, hop. Shu bilan oxirida endi ovqatlanishni boshladik-ku, oxirigacha razbor bo'lmadi. Oxirigacha tahlil qilmadik. Mhm. Ovqatlanishda mana birinchi tuzatish kerak bo'lgan narsa badan tarbiya dedik. Masalan, qasd qilgan odam o'zini badanini sog'lom qilishga qasd qilgan odamga qilinadigan ishlar ketma-ketligida bu. Mhm. Hech narsa menga kerak emas degan odamga emas bular. O'zini sog'lig'iga befarq odam uchun emas bular. Bu menga o'rgatinglar, men qanday qilsam sog' bo'layin, nimalarni qilayin, qaysi ketma-ketlikda qilay deb so'ragan odam uchun aytamiz biz. Birinchi badan tarbiyani to'g'irlash kerak, me'yorini, miqdorini, nimasini. Ikkinchi bo'lib ovqatlanishni to'g'irlash kerak. Ovqatlanishda ham miqdor bo'yicha tuzatiladi birinchi. Undan keyin tarkib va sifat bo'yicha. Keyin o'sha ovqatni ifloslanganlik darajasi bo'ladi. O'shani kamaytiriladi. 3 ta narsa bo'yicha to'g'rilasa bo'ladi. Miqdor bo'yicha tuzatsa, tana massa indeksi normaga keladi insonni. Ya'ni bir kunlik sarfi bilan ovqat kirishi teng bo'ladi, o'sha ideal sostoyaniyaga ega bo'ladi. Maqsad shu bo'lishi kerak. Mana shu holatda inson uzoq yashaydi, sog' yashaydi va kasal bo'lmaydi, umridan effektivni foydalanadi. Mana shu ahvolga erishish bilan. Ikkinchisi ovqatni tarkibi. Qanaqa bo'lsa ham ovqat yeyverish baribir kasallikka olib keladi. Buni ham tarkibida nisbatlari bor. Oqsil mahsulotlari bo'lib turishi kerak, uglevod mahsulotlari, yog' mahsulotlarini va yana vitamin, suvlarni ham o'zi nisbati bor. Minimalniy oqsil miqdori bor. Masalan, adashmasam 110 gram katta kishi uchun 120 gram, 100 gram minimum oqsil kirish kerak kuniga. 2 dona tuxum 50 gramdan hisoblansa, ba'zan hozir tuxumlar ham kichkina bo'lib ketdi, 40 gram bo'lib ketdi. Taxminan-da endi buni eshitgan odamlar bir tasavvur olish kerak-ku. Minimum oqsil kirish kerak. Keyin yog'lar ham kirish kerak ma'lum miqdorda. O'sha oqsil ga teng miqdorda yoki undan ozgina kamroq miqdorda yog' kirish kerak. Qolgan qismi uglevod bo'lishi kerak, lekin uglevod nisbatan jismoniy mehnat qiladiganlarda ko'paytirsa bo'ladi. Chunki uglevod energetik resurs. Jismoniy mehnat qilsangiz bu sarflanadi. Ya'ni chunki bu kishining kasbi, jismoniy nagruz yuklamasi shunga talab qiladiki, bemalol non, un, kartoshka, guruch mahsulotini yeyishi mumkin bo'ladi. Buni ham bitta qolipga solish umuman noto'g'ri. Hammani ehtiyoji har xilda. Ya'ni jismoniy mehnat qilgan odamlarga bemalol uglevod narsalarni, un, kartoshka mahsulotlarini nisbatan kengroq ruxsat beriladi. Keyin yog'larda ham tarkibi bor. Masalan, to'yinmagan yog'lar bo'lishi kerak. Butunlay to'yingan bo'lishi kerak emas. To'yinmagan degani kunjut yog', zig'ir yog', zaytun yog', dumba yog', oddiy sari yog'. Mana kecha kuni yog'lar bo'yicha dars o'tganimizda ham to'yinmagan yog'ni ishlatish kerak deb hozir aytyapsiz. Eng zo'r to'yinmagan yog'ni nimada? Aynan dumba yog'ida. Aynan dumba yog'ida. To'yinmagan yog'ni yegan odamning xotirasi ham zo'r bo'ladi. Yani dumba yog'ini yegan odamning miyani strukturasi ham, mizoji ham ho'l va sovuq. Miyani mizoji. Undan ham oldin turadigan sovuq va ho'l mizojda nima a'zolar bo'lgan yog'lar turadi. Ya'ni dumba yog'i, aynan dumba yog'ini iste'mol qilinadigan har bir yedira olsak, bor farzandlarimizga o'zimiz ham dumba yog'ini yeydigan bo'lsak, aksar holatlarda terimizni elastikligi, xotiramizni yaxshiligi, ya'ni yer vitaminlari ham bor-da. Gormonal fonimizda me'yor gormonni ham 70% testosteronni ham 60-70% yoqqa to'g'ri keladi. Eshituvchilarda shunaqa nima paydo bo'ladi-da, nima kerak bor degan narsa savol paydo bo'ladi-da. To'yinmagan nima kerak bor? Nima menga nima ahamiyati bor degan narsa paydo bo'ladi-da. Ya'ni hozirgi zamonaviy olimlarning hammasini xulosasi shundan iboratki, ko'pchiligini yog'larda 4dan 1 qismi, 3dan 1 qismi to'yinmagan yog'lar bo'lish kerak degan xulosa beradi. O'shaning orqasidan kelib chiqibdi omega 3, omega 6, omega 7 degan narsalar, 9 degan narsalar o'sha to'yinmaganlar.
Ya'ni albatta yog'laringizni bir qismi to'yinmagan bo'lsin. O'shanda antioksidantlik xususiyati degan aytiladi, lekin bizda tavot aytganda qo'llovchi xususiyat paydo bo'ladi. Oziqlantiruvchi xususiyat. Antioksidant dedilar-da, Antioksidan- qo'llash degan narsa endi tushundim hozir. Antioksidant degani Protivirusning-da endi. yonishdan keyin qurum paydo bo'ladimi? Aha. O'shanga qarshi deyapti. Qarshi Moddiy. Har xil oksidlanish jarayonlari natijasida o'sha radikallar, o'sha oksidlangan mahsulotlar paydo bo'lib turib, organizmda o'ta darajada quruqlashish, o'sha savdo moddalari ko'payib ketadi. O'sha holatga qarshi ham o'shanga kiradi bunday olganda. O'shanga qarshi qo'llash degani bunday olganda. Hojiboy Tojiyevni nimasida askiyasida o'zi haqiqat bor. Qayta olsa qo'ya olsa qo'ydi deydi. Bu fakt bu. Bor narsa bu. Biz grija kasalliklarida ham o'sha yerdagi erkin radikallar ko'payib ketadi, chiqindilar ko'payib ketadi. Dumba yog'ini qo'yib turib bog'lab qo'ying, o'sha yerdagi chiqindilarni oson yumshatib yuboradi, tortib oladi. Bunaqaroq tushunamanda shuni. Masalan, o'sha yog'li narsa qo'yiladi-yu, deylik, bo'g'inga, umurtqaga yoki osteoxondrozlarga yoki og'riqlarga. Bu osteoxondroz degan shunday narsaki, suyaklarning orasida tog'ay to'qimasi bor-da. Tog'ay to'qimasi va paylar degan masalan alohida to'qima bor. Bular shunaqa to'qimaki, yaratilishidan maqsadi ikkita qattiq suyak bir-biriga ozor bermasligi uchun orasiga elastik narsa qo'yilgan. Rezinkaga o'xshagan narsa qo'yilgan. Maqsadi o'shani saqlash, o'zini bir tarafdan qisman harakatchanlik berish, ikkinchi tarafdan ikkita suyak bir-birini jarohatlamasligi, og'ir holatda kelib chiqmasligi uchun shunaqa qilingan. Endi mana shu narsani mana e'tibor bergan bo'lsangiz, akfa eshik derazalarda ham oyna bilan temirni orasida rezin bor, to'g'rimi? Rezina bor, oyna to'g'ridan to'g'ri temirga tegmaydi-yu. Rezina degan bir qanaqadir proklad emas, yumshoq narsa bor. Ya'ni mana shuni ko'z oldida keltiruvchi aytyapman-da endi misollarni. Mana shu rezinaga o'xshagan narsani ham elastikligi bor. Yangi qo'yilgan bo'lsa, rezinani qo'lingizga olib cho'zib ko'rsangiz, cho'zilishi, anovlari joyida bo'ladi, to'g'rimi? Endi 10 yil turgan derazadan olingda o'shani. Bunday qilsa yirtiladi, to'g'rimi? Ya'ni mo'rtlashib, yaxshi misol bu. Ma'nosi yo'qoladi, o'zini tabiiy holatini yo'qotib qo'ygan bo'ladi. Mana shu holatga kelishi qurish bilan bo'ladi. Mizojini qurishi bilan bo'ladi. Qurishga to'g'ri keladi. Ana shuni qurishga qarshi narsalar hammasi qo'llovchi va yog'lovchi narsalar bo'ladi. Shuning uchun ham har qanday yog' o'sha holatlarni to'xtatadi yoki sekinlashtiradi. Xo'p, bizada qisqa savollar va qisqa javoblar degan rubrikamiz bor. Rubrika deb uraman-da buni. Sho'rslar. Qisqa savollarimiz bor. Qisqa javob berishingiz kerak bo'ladi. Ha, yo'q desak ham bo'ladi. Xo'p, ikkaloviga umumiy savol beraman. Birin-ketin javob beraverasizlar. Qolganlarga ham bu qiziq bo'ladi inshaalloh. Ertalab birinchi qiladigan odatingiz. Birinchi qiladigan odatim bet qo'l yuvgandan keyin, tahorat olgandan keyin, nima aytyapsizmi? O'zi umumiy masalan, ertalab eng asosiy qiladigan ishingiz. Asosiy qiladigan ishim namoz o'qish. Sog'lomlik uchun, mana shu o'zimizning mana shu hozir mavzuyimiz uchun, mavzuga aloqador qismi. Masalan, ertalab birinchi qiladigan odatingiz. Birinchi qiladigan odatim 2 stakan asalli suv ichaman. 2 stakan. Qo'plab asalli suv. Darajasi? Qay darajasi? Iliq bo'ladi. Asalli suv bo'ladi. Uydagilar tayyorlab bersa, limon qo'shib qo'yadi. Ha. Limon suvi qo'shadi. Buni qo'plab ichaman. Qo'plab ichganda o'sha miyani o'zi suv nima qilishi borda, til ostidan so'riladi, miyangiz ham oziqlanadi, ya'ni uyqu qochadi. Ha. Ko'proq ichganingizda ichakka tushib turib, ichkidan peristaltika sabab bo'ladi. Shu jihatdan bu odatim sevimli odatim. Men limon bilan asalni aralashtirib, iliq suvga aralashtirib ichaman. 1 chashka ichaman. Ikkilovilar ham bir xil odat deyarli. Menda 2 chashka. Ko'proq. Bularda 1 chashka. Xo'p.
sog'lom turmush tarzida yurishlik uchun siz bera oladigan tavsiyangiz eng shuni eshitsayu ertadan sog'lom turmush tarzini boshlab yuboraman desa. Men badan tarbiya maslahat beraman. Har doim zalga, vaqt, pul sarflamaydigan yo'lni aytaman. Sakrash kerak. 1000 ta, 2000 ta har kuni. Bo'ldi, tekin yo'li. Ishxonaga borasizmi, maktabga borasizmi, ko'chadamiz, farqi yo'q. Uni ham qilolmaslikda iloji yo'q. Faqat xohlamasa qilmaydi odam. Ishga borsa ham, ko'chada yursa ham, puli bor odamga ham, puli yo'q odamga ham, imkoniyati bor odamga ham, yo'q odamga ham bir xil aytaman. 100 tadan 10 marta sakrasin. 9, 9,5, 10, 10,5, 11,5, 12 qilib sakrab ana shu Ya'ni 2000 taga olib chiqsin. Kun davomida, ya'ni. Bu minimum bo'lishi kerak. Minimum qilib, ustiga keyin xohlasa begovoy dorashga, xohlasa futbol o'ynasin, xohlasa suzsin, u yoqqa qo'shib ketdi. Lekin minimumni bajarib qo'ysin. O'shanda Sizda? Men ham shu badan tarbiyani aytgan bo'lardim. Endi badan tarbiyani faxrligim aytib qo'ydi. Endi aytamanki, xalqimiz sog'lom bo'lishi uchun unutilgan bir ishimiz bor. Aytadiki, oldinda oqqan suvda qadri yo'q deydi. Ha. Mana sizlarni do'konlaringda bormi yo'qmi bilmayman-u. Asosli bir nima bor. Xalqimizda asosiy kasalliklarni ko'zi ichi qotadi. Ha. Qabziyat bo'ladi. Ayniqsa yoshi 45 dan oshgandan keyin bitmas tuganmas gaz manbaiga ega bo'ladi. Yosh katta bo'lgan sari tahorati ushalmaydi. Yoki ichi qotadi. Aksari xalqimizda aksar holatda bo'g'im og'rig'i ko'p. Ana shularga aytardimki, ichak regularni ishlab turishi uchun, bo'g'imlarda og'riqlar yo'q bo'lishi uchun, jigarda toshi yo'q bo'lishi uchun men tavsiya qilardimki, har kuni quritilgan anjirni yeb turishni. Nahorda yoki ertalabda 10 ta 12 ta qancha xohlasa anjir yeb turishni tavsiya qilgan bo'lardim. Quritilgan anjir bor bizda. Bor. O'sha anjirda xususiyati juda ham ko'p. Birinchidan qadriyatlarimizda alohida tema bor bu to'g'risida, anjir to'g'risida. Undan tashqari Qur'onda kelgan mevalardan. Qur'onda kelganligi bor. ichni yumshatadi. Vattini deb keladi bekorga emasdan. Tibbiy navaviy deb keladi. Buni anjirdan xususiyatini o'qiydigan bo'lsangiz, ichaklarni eng zo'r tozalaydigan narsa. Ichaklarda hazmni yaxshi, hazmim yomon deydi, pankreatin ichadi yoki mezim ichadi. Baraka topib anjir yegan yaxshi bo'ladi. Sirka ichgan yaxshi bo'ladi. Shu mavzuga aloqador yana keyingi savolimiz bor. Bir umr yeyish kerak bo'lsa, doimiy yeyish kerak bo'lsa, qaysi mevani yoki qaysi mahsulotni yegan bo'lardingiz? Yeb yurgan bo'lardingiz? Men misol har kuni anjir yegan bo'lardim. Sog'lom taom, ya'ni. Men sog'lom taom sifatida chunki anjir yegan bo'lardim. Unda ham zo'r ozuqa deydi. Bunda olimlarda olimini xulosalari bor. Anjirdan boshqa narsa men tavsiya, chunki nimalardan keladi? Birinchi insonga foyda keltirgan narsa mevalardan anjirlaydigan. Hop, sizda yo'q. Men go'sht yerdim. Oqsil. Ya'ni Endi go'sht uzoqroq muddat saqlab turadi deymanda. Kerakli narsa bo'li meni. Ovqatlik taraf ko'proqda. Lekin meva deb so'radingiz-da siz. O'shaning uchun men qoidadan chiqdim. So'ragan narsangizga. Hop, keyingi savolimizda sog'lom odatlar qat'iylikmi yoki erkinlikmi? Odatlar haqida gapiryapti. Odatlar qat'iylikmi yoki erkinlikmi? Tushunchalarga bog'liq deb o'ylayman. Aql bilan yuradigan odam uchun erkinlik, nafsiga ko'proq moyil bo'lib yuradigan odamlar uchun qat'iylik. Yaxshi. Keyingi savol. Hop.
o'zi sog'lom hayot, sog'lom turmush tarzi bo'yicha gapiradigan bo'lsak, bu bepoyon mavzu. Qancha gapirsak o'zi kam. Lekin iloji boricha yoritib berishga harakat qildik. Yana ham bu mavzularni ko'targanimiz yana ham bir manfaatli bo'ldi deb bilamiz. Inshaalloh manfaatli bo'lsin. Bizani kuzatib borganlarga yana ham rahmat deb qolamiz. Sizlarni ham vaqtinglarni ajratib labbay deb kelganinglarni o'zi ham biz uchun katta sharaf. Yana ham bor bo'linglar. Yana ham bu yo'nalishda mana shuncha kitoblarni kitoblar chop etilishida mana qatnashyapsizlar, boshqa yana ham bu sohada ichida yurib sho'ng'ib suzib yuribsizlar. Alloh taolo bundan-da baraka berib qo'ysin. Bundan-da yana ham sobit qadam qilsin. Endi sizlarda ham og'irda, o'ziga yarasha deydi bular mamnaqa, bu mamnaqa degan o'ziga yarasha negativlar bor. Negativlarga ham qaramagan holatda yana ham bir sobit turib o'zingizni yo'nalishingizni topgan mutaxassislar o'zi-yu. Yana ham Alloh taolo bardavom qilib qo'ysin. Agarda suhbatimiz sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, like, komment va qolganlarga jo'natib qo'yishni unutmanglar. Bizani sahifamizga obuna bo'lishda va tavsiya qilishda charchamanglar. Keyingi podkastlarimiz nima haqida, ya'ni qaysi mavzuda bo'lishligini izohlarda yozib qoldiringlar. Sizlar bilan Ajva Xurmo Market asoschisi Sobirov Nodirjon bo'ldi va doktor Alijon akam Zaytun Med tip asoschisi va Faxrulloh Fayzullayev akamiz Zaytun Med shifokori birga bo'ldi. Sizlarni yana ham bor sog'lom turmush tarzida bel bog'lashinglarni so'rab qolamiz. Rahmat.